IT'da 15 yillik tajriba. O'zbekistonda birinchi bor Oddo'da Gold partnerlik darajasiga erishgan inson. Boshida оборот yig'ib olish uchun mijozlar yaxshi ko'nikmalar shakllantirib, jamoani shakllantirguncha qattiq ishladik. Men shu yerda iqror bo'laman, kanalimda ham hech qayerda aytmaganman, bitta katta xato qilgan ekanman. Bitta juda ham jiddiy xato qilganman. 0 qilib bo'lmaydi degan fikrga boryapman-da men oxirgi paytlarda. Sani deydi xodimingni qadriyatini to'g'ri suhbat qilib, rekrutment qilib, qadriyati zo'r odamni olsak, nazorat shart emas, o'zi yaxshi bo'ladi deydi. Biznes konsultant aytadi. Bizi tadbirkorlarga dastur sotmaymiz. Biza tadbirkorlarga biznesini oldin tizimlashtiramiz, o'sha tizim asosida keyin raqamlashtiramiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun Auratalks yakshanba kuni bo'lishiga qaramasdan Omon aka bilan suhbat yozyapmiz. Omon aka Olimov ko'pchilik tanisa kerak, o'zi IT'dagilar hamma taniydi, Instagram kiradigan hamma tanisa kerak. Raqamlashtirish bo'yicha mutaxassis, ekspert. Bundan tashqari IT'da 15 yillik tajriba. Bundan tashqari O'zbekistonda birinchi bor Oddo'da Gold partnerlik darajasiga erishgan inson. Aynan kompaniya miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, 9 oyning ichida bu narsani amalga oshirgan inson. Raqamlashtirish, avtomatlashtirish deydimi, bizneslarni tizimlashtirish bo'yicha ekspert Omon aka Olimov. Assalomu alaykum, hormanglar. Rahmat Safarmurod taklif uchun. O'zim gapingiz bo'lmasam hali ko'p maqtasangiz keyin havolanib ketib qolardim. Rahmat. Omon aka, bugun o'zi yakshanba. Yakshanba, davaychi, qanaqa o'tadi yakshanba kuni? Yakshanba odatda bizda shu oila kuni qilishga harakat qilamiz, iloji boricha. Oila, bolalarga vaqt ajratamiz. Chunki qolgan kunlar baribir tadbirkorlar bilan ishlagandan keyin ko'pincha kechgacha ishlashga to'g'ri keladi. Ertalabdan ish boshlashga harakat qilaman. O'sha 8:30da men ish vaqtim boshlanadi, lekin ko'pchilik tadbirkorlarning vaqti kechqurun bo'lganligi uchun kechga ham ishlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun shanba, yakshanba maksimum oilaga sarflashga harakat qilamiz. Lekin agar yaxshi ish chiqsa, savobli ish chiqsa, undan ham qaytish yo'q. Shu narsaga e'tibor berdim-da, oxirgi paytlar, ayniqsa o'sha oxirgi 9 oy o'z kompaniyangizga asos solib chiqqaningizdan buyon shanba, yakshanba kunlari u syomka agar planlashtirmoqchi bo'lsa yoki bo'lmasam bu masalada telefon qiladigan bo'lsam, oila davrasida bo'lasiz, oila kuni Safarmurod boshqa kunga plan qilaylik deysiz. Qanaqa bunaqa anaqaga yetib keldingiz? Chunki bu narsani shakllantirish hamma ham qila olmasa kerak. Chunki yangi tadbirkorlik. O'zingiz kompaniyangiz juda ham yangi. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, endi boshlangan kompaniya. Nima qanaqa duh kerakki, shanba, yakshanba kuni oilaga sarflab dam olish kerak. Boshida biz ham yangi boshlaganimizda shanba, yakshanba demasdan polni ishlardik, bilsangiz. Aytaylik, yozlargacha shunaqa bo'ldi boshlaganimizda. Boshida оборот yig'ib olish uchun yaxshi mijozlar, yaxshi ko'nikmalar shakllantirib, jamoani shakllantirguncha qattiq ishladik. Undan keyin shu narsani avvaldan sezardimki, farzandlar katta bo'lgan sari ularga vaqt ajratmasangiz, ular o'zini yo'lda katta bo'ladi, sizni keyin katta bo'lgandan keyin keragingiz bo'lmaydi. Menga ham tanbeh berishdi avvalambor, что men ajratishim kerak oilaga. No, tarozi ikki tomoni bo'lish kerak. Siz bugun kim uchun ishlayapsiz? Nima uchun energiyangiz bor? Avvalambor oilangiz borligi uchun, avvalambor oilangizdagi sog'lom muhit bo'lganligi uchun. Har doim ham uni uddasidan chiqish qiyin, lekin harakat qilyapmiz, xudo xolasa. Zo'r, ajoyib. Endi vaqtingizga rozi bo'lasiz. Bugun sizni 2 soat, balki 3 soatdir vaqtingizni oldik. Gap yo'q, rahmat taklif uchun. Oiladan ajratib kelganingiz uchun avvalambor rahmat. Xo'p. Davaychi, mana shu 9 oy haqida gaplashaylik. Siz yangi bir kompaniyaga asos soldingiz 9 oyning ichida. Va O'zbekistonda birinchilardan bo'lib turib, Oddo'da Gold partnerlikda, o'sha partnerlikda Gold darajasiga chiqdingiz. Vaholanki shu paytgacha 2,5 yil, 3 yildan buyon yurgan boshqa kompaniyalar bor, hali silver darajasidan o'ta olmagan. Mana shu haqida gaplashaylik. O'zi boshlash qanaqa bo'ldi? Qaysi fikr keldiki, что, ну да, давай, men o'zimni, что kompaniyamga start beraman и bizneslarni raqamlashtirishni boshlayman degan narsa. Xo'p, bu narsa o'zi gap bor-ku, generallikni orzu qilmagan askar
askar bo'la olmaydi deydi-ku. Xuddi shunaqa menimcha любой dasturchi ITga kirgan odam yoki PM bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, o'z IT kompaniyasini, IT produktini yoki IT outsourcingini yoki nimadir o'zini nimasidir bo'lishini xohlaydi, orzu qiladi. Xuddi shu orzu bizda uzoq yillardan buyon bor edi. Bir momentga kelib, aynan o'du juda ham yoqib qolgandan keyin yoki bizneslarni tizimlashtirish yoqib qolgandan keyin boshqacha podxod qilishim kerak degan ma'noda shu yangicha yo'nalish qilish uchun aynan alohida boshlashga harakat qildim. Va buni boshqachaligi nimada bo'ldi desa, biza oddiy IT komandalar yoki oddiy konsalting komandalardan ham boshqacha mag'iz bilan boshlashga harakat qildik boshidan. Shuning uchun ham yangicha qon, yangicha energiya bo'lishi uchun noldan boshlab ko'rdik va menimcha o'zini oqladi. Buni aytganingizdek, tez orada gold bo'lish bu faqat sotuv degani emas. Sotuv avvalambor ehtiyoj bo'lsa keladi. Sotuv kirib olish. Chunki sotuvni shartnoma qilganingizdan ertasi kuniga atmana qilishlari ham mumkin. Bu bo'ladi bunaqa narsa. Bu avvalambor loyihani yopish. Loyihani tushunib, ichiga kirib yopish. Chunki biz hozirgacha mana 20 ta shartnomamiz bo'lsa, 11 tasinimi, adashmasam 11 tasini zapus qilganmiz, ishlatyapti. Real case'da. Bu real case, bu ishlayotgan bizneslar. Shuning bo'yicha men Odo partner listi O'zbekistonda hali 11 ta как запуск qilingan proyekt ko'rmaganman kompaniyalik. Menimcha ham shunaqa. Chunki boshida, yana shu yerda bitta narsani aytishim kerak. Men shu yerda iqror bo'laman. Kanalimda ham hech qayerda aytmaganman. Bitta katta xato qilgan ekanman. Bitta juda ham jiddiy xato qilganman. Bu narsani qolgan o'quvchilar ham ko'rsin, qolgan ERPchilar deymizmi, ko'rsin. Men u narsadan o'zimga xulosa chiqarib to'g'riladim. Hozir u ham bo'lsa 1 oyda sizni ERP bilan tizimlashtirib beraman derdim boshda. 1 oyda, 2 oyda, 2 haftada ham qilib tashlayman derdim. Albatta bu texnik tomonlama imkoniyati bor, lekin ERP joriy qilish bu shunchaki dastur tayyorlash emas. Bu butun bir tashkilotni, har bitta xodimini, rahbardan boshlab axranagacha kerak bo'lsa, har bitta xodimini mishleniyasini o'zgartirish ekan. Buni 1 oyda, 2 oyda qilib bo'lmaydi. Chunki 10 yillab, 3 yil, 5 yil, 10 yil masalan shu biznesda, shu usulda ishlaganmi, ERP kirgandan keyin bu usuldan ozgina bo'lsa ham og'ish bo'ladi. Bu deganda hammani mishleniyasini o'zgartirish. Shuning uchun endi bunaqa qilib bo'lmasligini men tushundim. Shu narsani men hammani oldida aytmoqchiman. Shu 1 oyda qilib bo'lmaydi ERPni. Agar shunchaki kichkina do'koncha bo'lsangiz, mayli qilsa bo'lar, lekin jiddiy yirikroq, aytaylik 5-10 million dollardan yirikroq оборотli bo'lsa yiliga, bu narsani imkoniyati sal qiyin. Chunki bu ERP joriy qilish bitta menga bog'liq emas. Avvalambor ikki tomonlama sevgiga o'xshagan gap. Ya'ni siz tomondan texnik ishlarni qilib berish, tushuntirish bo'lsa, ikkinchi tomondan uni qabul qilish, to'g'ri sizga zapros berish kabi mas'uliyat. Ikki tomonning ham mas'uliyati bor ekan. Tushunarli. Как loyiha boshlangandan buyon biz birga ishlayapmiz, marketing tomonlama, boshqa tomonlama. Sizdagi energiya juda ham ko'p holatlarda bizga ham o'tadi, ochiq aytaman. O'sha energiya asosiy sabab bo'ldimi bilmayman. Gold 9 oy ichida olishga yo boshqa narsa bo'lishiga, lekin asosiy ko'rayotgan narsa o'sha hozir aytib o'tdingiz, 1 oyda tizimlashtirib beraman emas. 1 yildir, 6 oydir biznesingizga kirib tizimlashtirib beraman degan mesajni ilgari suryapsiz. Nima sabab bo'ldi bu narsani ilgari surishingizga? Bu birinchi savol bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi savol 1 oyning ichida tizimlashtirsa bo'ladimi o'zi? Bu narsani qattiqdir experience qilib turib, real case'da qilib ko'rganmisizlar? Birinchi qilgan proyektlarimizda 1 oyda bo'lardi. Birinchi qilganimizda. Chunki bilmadim, endi ularda kuchli xohish bo'lganmi, balki sal kichikroq tashkilot bo'lganmi, shunaqa bo'lgan haqiqatda. Lekin hozir xudoga shukr, biza уже hech bo'lmaganda 20 million оборотlik yoki 30-50 millionlik оборотliklar klientlarga ham kirganmiz. U yerda xodimlar soni ham ko'p. Siz aytyapsiz-ku, sizni energiyangiz bor deyapsiz-ku. Ular juda yirik tadbirkorlar yoki o'rta va yirikroq bo'lgan tadbirkorlar bo'lganligi uchun ularning energiyasi undan-da yuqoriroq, ularning vaqti undan ham kamroq. Ularning energiyasi sizni xodimlaringizni, menikidan ancha ustun bo'lishi mumkin. Siz ularga moslashishingiz kerak bo'ladi ba'zida. O'shanaqa momentda ularning vaqtiga qaraysiz. Ularni как бы
qabul qilishi yoki ularni zaprosiga qaraysiz. Ularning zaprosi ham hozir illamroq bo'lgan. Avvallari shunchaki menga aytaylik ERP qo'yib ber bo'lardi. Hozir ustavka qilib kelsangiz bo'ldi. ha, hozir tadbirkorlar ham juda aqlli, nima xohlashini, nima kutayotganini kuchaytirdi ular ham. Zaproslar kuchaygan. Aytaylik, bugun buni qo'ysam, menga 1% teja bersin yoki menga 1% o'stirib bering. Dastur shuni qilib bersin. Shuning uchun mana bunday qoidalar bo'lsin deb aniq so'rashadi. Ya'ni bu yerda уже ro'y hisoblash boshlangan. Men bunga necha pul bersam, menga necha pul bo'lib qaytadi, o'zi qanaqa dacha bo'ladi, qanaqa foyda olib keladi degan narsani hisoblash boshlangan. Shunday. Xo'p, endi savol, sizlarni nima kuchli tomoninglar borki, что 9 oy ichida Gold partner bo'ldinglar, 9 oy ichida 11 ta proyektni zapuskat qildinglar va ular orasida men bilaman 2000 ta, 3000 ta xodimi bor kompaniyalar ham bor. Bizda Qaysi kuchli tomoninglar shu narsani qilish imkoniyatini berdi? endi hozir bittada aytish qiyin. Endi avvalambor Alloh berdi. Biz bir harakatini qildik, ha? Endi undan keyin o'zimizda kuchli motivatsiya bor edi. O'zimiz uchun challenge qo'ydik. 1 yilda gold bo'lish. Mana mayda aytdim. Jonibek bilan boshlaganimizda esizdami aytdik-da. Mayda aytganimda, menimcha avgust yo sentyabrlarga silver bo'lsak kerak, yil oxiriga gold bo'lishi reja qilsak-chi desam, o'zimga o'zim aniq qildim-da. Yil oxirigacha qiyin u uchun vaqti ko'p ishlash kerak deb o'sha payt nima qildik? Mayli deb qalbimizdan bir fikrimizdan o'tkazib qo'ydik-da, qalbimizni tubiga tashab qo'ydik. Keyin mana dekabrda kelganda bunday qarasak, rostdan bir qadam qoldi. Uje noyabrda gold bo'lishimiz kerak edi, esizdami? 1-2 sal to'lovlari cho'zilib, biz goldni yanvardan oldik keyin. Hatto o'zi noyabrda 99% hal bo'lgan edi bu narsa. Keyin motivatsiya kuchli qiziqish bilan qildik-da. O'zimiz qiziqdik. Yana bitta narsaga fokus qaratsak bo'ladimi shu joyda? Sizlarda nishalashishda emasmi boshqa IT kompaniyadagi nisbatan? Ha, haqiqatda bu ham IT bor. kompaniya, IT outsourcing bilan yoki bo'lmasam ERP joriy qilish bilan shug'ullanadigan kompaniyalar juda ko'pchiligi asosan outsource bilan shug'ullanadi o'zi. Ya'ni zakazga nimadir produkt qilib beradi. O'zimiz bilamiz, shu ishlaganimiz kompaniyalarda ularda million xil zakazda, million xil zakaz, million xil struktura, million xil narsa. Ya'ni ular millionta klient bilan, har xil yo'nalishdagi klient bilan ishlaydi-da, sizlarda bo'lsa shun bo'yicha nishalashgan. Ya'ni faqatgina tizim qo'yib berish, u tizimni ham o'zi tushuntirib bering, qanaqa qo'yib berasizlar. Misol uchun oddiy IT kompaniyada boradi, kod yozadi, razработка qilib beradi. Sizlarda sal boshqacharoq. Biz qanday qildik? Juda yaxshi zamichat qildingiz shu narsani. Haqiqatda bizni tizimlashtirish, raqamlashtirishga kirganimizda bir xil toifadagi korxonalarni tanlashga harakat qildik. Boshlanishida biz ham 2-3 ta proyektni oldik. Ham ishlab chiqarish, ham servis, ham optaviklarni oldik. Lekin bizni eng effektiv ko'rsatganimiz bu optaviklar bo'lgani uchun qolganlarni o'chirtimda o'sha paytda ham 20 ta 15 ta klient bo'lardi. Davay qilib ber mana puli deganda, yo'q deb turib, men faqat optaviklarni qilaman deb optaviklarni tanladim. Optaviklarda biz kuchliroq effekt ko'rsata oldik. Optaviklar oson bo'lgani uchun emas. Optaviklarda siz bugun qilgan ishingiz ertaga effektini ko'ra olish bizda kuchli bo'ldi. Shularni tanladik. Bugun qilgan ishingiz ertaga effektini ko'rsatadi. Chunki kunlik savdo aylanmasi bor-da, bugun qilgan xato ertaga chaqadi ularni yoki bugun qilgan o'zgarishi ertaga plyusga olib chiqishi ham mumkin. Ishlab chiqarish uzoqroq muddatli narsa. Siz bitta o'zgarish qilasiz, bir hafta kutasiz, o'zgarishdi natijasini. Mana shunaqa. Optavikda tez ko'rinadi bu narsa, nazarimda. Balki yadashayotgan bo'lsam, to'g'rilab ketinglar. Biz keyin optaviklarni tanladik. Optaviklarda men boshidan kirganimda shunchaki raqamlashtirishdi emas, shunday qo'yaylikki, haqiqatda boshida birinchi talab shunaqa bo'lgan, undan keyin shu talabni biz ushlab turishga harakat qildik. So'ramasa ham shu narsani. Ya'ni bu nima edi? Shunday qo'yaylikki, biz u tadbirkorga yordam beraylik. Biznesidagi 1% ga o'sishga yoki 1% ga tejashga hech bo'lmaganda. Va birinchi qo'ygan bizneslarimizda qo'yilgan talab 25-30% ga biz оборотni oshirishimiz kerak degandilar. Оборотni oshirish degani shunchaki savdoni oshirish emas, ichkaridagi себестоимостьni kamaytirish bo'lishi mumkin. Ha? Yoki qaysidir vaqtlarda tejab ko'proq kol qilib turib savdoni oshirish bo'lishi mumkin. Yoki shunga o'xshagan effektivligi yo'q bo'lgan xodimlarni olib tashlash, unday ham bo'lishi mumkin haqiqatda. Bu yerda punktlar ko'p. Ha,
punktlar ko'p. U ham bo'lgan. Bitta tadbirkorlikda 4 ta xodim tejalib ketgan. Ular ko'chada qolishmadi, kerakli boshqa bo'limga olindi. Yoki boshqa tadbirkorlikda o'g'riliklar aniqlangan, o'g'riliklarda optimizatsiya qilinganining evaziga daromad oshgan. Shunaqa bo'lishi mumkin. Shularning evaziga ham biz avtoviklarda tushganimizda tez effekt ko'rinadi va tez moslashdik biz. Avtoviklarda olasiz, men unaqa proyektlar bilan ham ishlaganmiz-da, vaqtda bo'lgan. Shunaqa u yerda juda katta miqdorda объемda produkt kelib tushadi skladga, skladdan tochkalarga tarqatiladi, tochkalardan keyin sotuvchilar sotishadi. Mana shu periodda bitta loyihada biz ko'rganimiz 1,5 milliard so'm 15 kun ichida o'g'irlangan. Endi bu narsani biz qachon bilganmiz? Bitta tizim qo'yilgan, u yerda ERP qo'yilgan, o'sha narsa qo'yilgandan keyin. Sizlarda shunaqa keyslar bormi? Что nech pul eng katta summa? Qanaqa bo'lgan o'g'irlangan? Prям summani aniq aytishim qiyin, lekin bitta narsani aytaman. Istalgan tadbirkorlikda qandaydir raqamlashtirish bo'lmagan tadbirkorlik deymizmi endi buni, tizim bo'lmagan tadbirkorlikmi? Hech qanaqa raqam yo'q. Menimcha istalgan tadbirkorlikda mana men degan bitta narsani aytaman. Walmart butun Amerikadagi o'zining yuzlabmi filiallari bor, o'shani hisoboti bor. Har yili 2%, 3% gacha o'g'rilikka ruxsat beradi. Ya'ni qanday? Ko'z yumadi. Ruxsat beradi emas, ko'z yumadi. Bunday qaraydi, tagini topa olmaydi, o'g'rilik bo'lgan bo'ladi. 3% gacha. Agar ularni milliardlik oborotidan kelib chiqsa, bu millionlar bo'ladi 3% da. Ular juda ham katta tizimlashgan kompaniya emasmi o'zi aslida? Aslida shunday, lekin shu bizneslarda ham o'g'rilik bor. Agar tizimlashmagan bo'lardi, bu foiz yana ham yuqoriroq bo'lardi. 3% tizimlashgan biznesda bu normalniy deb qabul qilyapti o'zlari. Agar tizimlashmaganida undan ham yuqori bo'lishi aniq. Oldingi oy bo'lgan tadbirkorlikda endi o'zini aytsam hurmatsizlik bo'lib qolar. Bir tadbirkorlikka kirib chiqyapmiz, xodimlarni o'zi o'rgatyapmiz, ancha zapuskdamizda. Ertasi kun kelsam, qaysidir xodim yo'q. Mana shu bola qani desam, kecha bo'lmadingizda mana shu joyda biz o'g'rilik ustida ushlab oldik deyapti. Va ishdan bo'shatdik. U xodimni keyin o'rganishsa, oxirgi 7 oyda mashina olgan o'ziga. Sostoyaniyasini to'g'rilab olgan. Qatdan bildinglar desa, qo'lda iPhone 7 oydami mashina oldi. Qatdan bu deb keyin hamma audiolarni eshitishni boshladik. Mana bizda audio kollarni yozish bor edi. Biz qo'ydik, undan eshitgan, CRMni kuzatgan, отчетlarni hammasini tekshirib chiqishni boshlaganda, agar bu narsalar bo'lmaganda balki aniqlay olmas haligacha. Shularni ko'tardik va o'zi iqror bo'ldi, haqiqatda shunday ishlar qilganiga deganda men hayron qolganman, chunki u bolani men har kun kelganimda u bola bilan samimiy, yaxshi suhbat bo'lardi. Siz ko'ziga qarab bila olmas ekansiz-da. Hatto aytaylik, men ham даже o'zim harakatlarimga ham shubhaga borib qolaman. Ba'zida men shu birovni vaqtini, birovni resursini o'g'irlab qo'ymayapman yoki xodimlarim mendan ham bo'lmayapti deb. Hatto menda prozrachniy sistema qilib qo'yilgan bo'lsa ham. Shundan keyin tushundimki, istalgan joyda bu narsa bo'lishi mumkin. Istalgan odam bilan bo'lishi mumkin ekan. Hech kim menimcha garantiya bera olmasa kerak bu narsa bo'lmasligiga. Agar bo'lgan taqdirda ham buni ba'zida qabul qilishga ham to'g'ri kelar ekan-da, mana Walmart misolida qarang. Shunaqa. Ya'ni bu yerda inson faktori baribir bor. Ha, agar siz tizimlashtirib qo'ying, raqamlashtirib qo'ying, yagona qiladigan ishimiz bu nima? O'g'riliklarni kamaytirish, tamom. Nol qilib bo'lmaydi degan fikrga boryapman-da men oxirgi paytlarda. Tizimlashtirib, qarang, hozir to'xtaladigan bo'lsak, tizimlashtirdik, raqamlashtirdik va o'sha ishlab chiqarish emas, avtoviklarda misol uchun yukni tashishdan tortib turib, to do'kongacha yetib borishigacha bo'lgan proseslar yoki bo'lmasam onlayn market bo'ladigan bo'lsa, onlayn marketgacha yetib borish prosesslari misol uchun Xitoyda yoki bo'lmasam shunga o'xshagan rivojlangan mamlakatlarda chiqyapti-yu. To'liq prosessni robotlashtiradigan bo'lsa, shunda o'g'irliklarni oldini olish mumkin deb o'ylayman men. Shundagina unda ham texnik sabablarga ko'ra yo'qotishlar bo'lishi mumkin. Keling, o'zi o'g'irliklar qayerda kelib chiqadi? Sal chuqurroq kiraylik, umumiy gaplashmasdan. Допустим, bizda mana shu supply chain deydi, sepochkani boshidan kiramiz oxirigacha. Har bitta bo'g'inda siz kuzatmayotgan yoki ilg'amayotgan bu qismlar, bo'g'imlar bo'lishi mumkinmi? Shuni kuzatamiz. Aytaylik,
zakupka qilayotganingizda siz Xitoylar bilan ham kelishishingiz mumkin. Men sendan aytaylik 10 so'mdan deb shartnoma qilaman, faqat 1 so'mini men bu kripto koshelokka tashab qo'yasan desangiz, Xitoylar ham yo'q demaydi. Ularga savdo bo'lsa bo'ldi. Bosaveradi. Yoki deklaratsiyani boshqacha qilib berasan, men rahbarga boshqacha ko'rsataman deb zakupchingiz o'zgartirishi mumkinmi? Easy, bemalol. Faqat bu yerda nima bilan qutqaramiz? Raqamlashtirish bo'yicha hozir zo'r sun'iy intellektlar chiqib ketgan. Mana yaqinda o'zimizda ham chiqdi. Prompt Labs degan zo'r молодец bolalar zakupkani bular raqamlashtirib qo'ydi. Nima qilyapti? U yerda sun'iy intellekt o'zi topadi, nech pulligini biladi yoki xalqaro shunaqa nimalar ham bor. Loyihalar ham bor. Nech pulligini o'rtacha analitika qiladi, siz o'tgan narx bilan taqqoslab rahbarga report beradi. Yoki o'zi savdolashtirib, o'zi zakaz berib, o'zi olib keltiradi. Buni ham qilib qo'yishgan ekan o'sha. Masalan, Amerikalarda shunaqa bo'lgan, zakupshik borda, nariga yetkazib beruvchi vendorni savdo otdelida ham sun'iy intellekt turibdi, bu yoqda ham. Ikkita sun'iy intellekt o'zi gaplashib olibdi. Bu o'sha bor bu narsa. Faqat bizga kirib kelyapti qadamma-qadam. Endi bank kuzatgan joyda zakupkada ham aytaylik shunday shubhali tranzaksiyalar bor. Buni raqamlashtirishdan keyinmi yoki Exceldan yoki shunchaki vaqtingizni ko'proq ajratish bilan ko'rib olishingiz mumkin. Raqamlashtirish ham ko'rish mumkin. Faqat rahbarlar yoki mas'ul odamlarni vaqti yetsa buni ko'rishga. Tranzaksiyalar dedingiz, boya biz oldingi podkastimizda Nasrullo aka bilan gaplashganimizda, shu tranzaksiyalarni AIda biz anaqa qilib bera olamiz degan narsani aytuvdilar. Ya'ni aksiyaverkasi bo'ladi. Tranzaksiyalarni tekshirish, u produkt keldimi, yo'qmi, o'sha tizim ichiga qo'yadi. Xuddi shunaqa решение menimcha sizda ham bor shekilli. Endi bu yerda ham har doim ham idealni bo'lavermaydi. Nimaga? Har doim ham endi o'rtadagi bittagina zakupka narxi bilan belgilab bo'lmaydi. Ba'zida logistika narxi ham har xil chiqadi. Aytaylik, bir tonna mahsulotni Xitoydan O'zbekistonga olib kirish bu safar sizga aytaylik 5 so'mga tushdi, lekin keyingi safar 6 so'mga tushishi mumkin. Shunaqa holatlar bor. Bu narsani aytaylik sun'iy intellekt ham, boshqasi ham inovatga ola olmasligi mumkin. Bu inson faktori bo'lishi mumkin, ha? Bu tadbirkorliklar buni yaxshi bilishadi. Hargiz deydi, Qozog'istonda o'zgardi deydi, O'zbekistonda gabarit to'g'ri kelmadi deydi yoki Xitoyda. Yoki bo'lmasam sertifikat chiqishi bor, tamojna turib qolishi bor. Ko'plab faktorlar bor-da. U yerda bu narsani har doim ham qilib bo'ladimi? Sun'iy intellekt aniq baholay oladimi? Bu narsani hali o'rgatish kerak nazarimda. Ya'ni trening kerak bo'ladi. Ha. Bu birinchi. Endi sepochkani keyingi bo'g'iniga o'tamiz. O'zbekistonga kirib keldi. Uni olib skladingizga qo'ydingiz, ha? Skladingizga qo'yganingizda ham aytaylik kuniga tonnalab yoki minglab, yuzlab deylik yuklar chiqib ketadigan paytda xatolar bo'lishi mumkin. Xatolar ataydan yoki adashib qilishi ham mumkin, to'g'rimi? Bu yerda siz buni payqashingiz uchun har bittasini kuchli nazorat qilishingiz kerak, to'g'rimi? Bar nazoratga borib taqalar ekanda, ertaga misol uchun qaysidir tadbirkor kelib turib sizga 100 ming, 150 ming dollar pul berib tizim qo'ydirgan taqdirda ham. Vot, ana shu yerda bitta e'tirozim bor shu gapingizga. Qarang. Nazoratni biz raqamlashtirish orqali qilishimiz mumkinmi? Ana shu yerda HR kelib aytadi. Sani deydi xodimingni qadriyatini to'g'ri suhbat qilib, rekrutment qilib, qadriyati zo'r odamni olsak, nazorat shart emas, o'zi yaxshi bo'ladi deydi. Biznes konsultant aytadi, biz buni hammasini yozib qo'ysak, tizimlashtirib qo'ysak, yodlatib qo'ysak, adashmaydi, zo'r bo'ladi, o'g'irlamaydi deydi. Xuddi shu narsani finansist keladi. Buni deydi matematika formulasini to'g'rilab, finansini to'g'rilab qo'ysak, o'g'irlik bo'lmaydi, hech kim adashmaydi deydi. Xuddi shu narsani men ham kelib aytaman sizga. Agar buni raqamlashtirib qo'ysangiz ham adashishlarni oldini olasiz deyman. Menimcha raqamlashtirish orqali yana ham himoyalashingiz mumkin. Nimaga? Bu yerda sepochka, sotuvchi bor, buxgalter bor, skladchi bor, ha? Undan keyin rob bor, yana kim bor? Ahranadan chiqib ketish bor. Hammasiga o'zini permissionlarni, masalan biz Oduda nima qildik bir tashkilotda permissionni birga-bir qilib chotki qilib qo'yganimizda umuman aytaylik o'zi ko'tarib olib chiqib ketmasa, ataydan adashib ketish ehtimolligi juda ham kamaydi. Tushunarli. Hamma o'zini pozitsiyasini to'g'rilashi mumkin, lekin bitta narsani bilaylik, men haliga yetgan bolam ham juda qadriyati bor, juda o'ziga nima deydi, yaxshi bola edi-da, lekin u ham o'g'irlayapti-ku. Demak, balki bitta HRni yoki balki shunchaki
qarindoshingizni olib kelib yo juda ham bir yaxshi bolani olib kelib ham hal qilib bo'lmas balki. Balki shunchaki tizimlashtirib, hammasini yozib, chiroyli qilib qo'yganingiz bilan hal qilib bo'lmas. Yana ham nazorat qilish uchun bu sizga raqamlashtirish yordam berar ekan. Chunki nazoratni siz uje qila olmaysiz. Har bitta tranzaksiyani nima bo'ldi, bu nima bo'ldi qila olmaysiz-ku. Permissionni bo'lsa qila olasiz. Kattalashgan paytda, ish obyomi kattalashgan paytda o'z-o'zidan misol uchun fizически ulgurmayotgan holatingizda sizda aniq raqamlar kelib chiqishi boshlaydi, dashbordlar kelib chiqishi boshlaydi. Xuddi shunaqa. Mana masalan bitta keysni keltirib o'tay, gapingizni bo'ldim. Ko'pchilik aytadi, masalan, kassani yopayotganda, do'koniga bitta kassir qo'yadi, sotuvchi qo'yadi. Kassani yopayotgan paytda oddiy misol. Sessiyani yopaman deydi, kunni yopaman deydi, yopayotganimda deydi, siz kassa bir xil programmalar ko'rsatadi. Demak, bugun kun yopyapsan, senda kassada 1 million nalichi bo'lish kerak deb aytadi. Shunday kassani yig'adi, cho'ntagi bilan aralashtirib ishlatgan bo'lsa 1 millionni taxlab, ustida ishlaganini aytaylik cho'ntagiga solib ketishi mumkin, ha? Oddiy bitta usul qilamiz shu yerda. Kassa so'raydi sizdan, programma so'raydi. Kassada sanachi nech pul chiqdi deydi. Aytmaydi-da, 1 million bo'lish kerak demaydi, sanachi nech pul chiqdi deydi. Sanaydi, cho'ntagidan qo'shib ishlatgan, u bu qilganni 50-100 ta odam kirib chiqqanda hammasini eslab qola olmaydi-yu. Kassada borini oladi-da 1 million, aytaylik 100 ming bor ekan deydi. Bo'ldi, kassa qabul qildim deydi-da, pulni qabul qiladi, lekin u dumkada qancha men chap qildim bugun, levi qildim, qanchasi cho'ntagimda bo'lish kerak bilmaydi. Mana shu oson usul bilan ham ushlash mumkin, ha? Xuddi shunaqa mana bu yerdagi har bitta zvenoda shunaqa usullari bor. Ha? Masalan, boshidan oxiridan kelsak, axranaga qaysi mashina keldi deb so'raydi. Palonchi mashina keldi deydi. Yo'q, to'xta. TTM bo'yicha palon mashina kelish kerak edi. Berma bunga yukni deydi. Axrana bilmaydi, qaysi mashina kelish kerak edi, nimaga bu keldi. Prosta aytadi axrana. Bu mashina kelish kerak emas ekan. Chiqing siz savdo bo'limiga yoki rahbariyatga chiqing, siz bu mashina kelish kerak emas. Bu tovar bu mashinada ketmaydi. O'zi qonun bo'yicha qarasak, har bitta mashinani kelishidan avval shartnomada, TTNda, shot fakturada, boshqa joylarda yuradigan joylari bor. Ha? Agar ertaga bu mashina bu sizni molingizni sindirib qo'ysa, boshqa joyga olib ketib qo'ysa, siz uni qidirib topa olmasangiz, tadbirkorga, ya'ni bu yetkazib beruvchisiga chiqsangiz, men yuklab oldim deydi. Desangizda, men senga TTNda boshqa nomer ko'rsatdim, sen boshqa yuklabsan, seni bo'yningda deydi. Bemalol sudgacha borganingizda u yutib chiqishi mumkin. Shuning uchun agar qoidali qilaman desangiz, bu endi kichik joyi. Ko'pchilik bizda endi bunga amal qilmaydi, lekin sudgacha borsa, u 100% haq bo'lib chiqadi. Siz noto'g'ri mashinaga berib yuborgan. Bu endi kichik misol. U yerda yana joylari ko'p-da, unaqa. Tushunarli. Men bitta narsani ko'rdim-da, shaxsan o'zimizda ko'p faqat IT kompaniyalar bilan ishlaymiz, ishlashganmiz. Sizlarda umuman boshqacha podacha-da. Ya'ni o'zi как biz pozitsiyani qo'yganimizda ham birgalikda o'tirib strategiya qilganimizda ham bizni tadbirkorlarga dastur sotmaymiz. Biza tadbirkorlarga biznesini oldin tizimlashtiramiz, o'sha tizim asosida keyin raqamlashtiramiz degan narsani oldinga surgan. O'sha narsaga to'xtalib ketaylik. Ya'ni sizni xizmatingizni sotib olgan odam ERP oladi, ya'ni borasiz, dasturni qo'yib berasiz, o'qitasiz bo'ldimi yoki bo'lmasa uni ichida men bilaman nimalar borligini. O'shalarni auditoriyaga tushunarli bo'lish uchun gapirib bering. Endi bu qanaqa mutaxassislar ishlaydi o'tdi, bilaman, biznes konsultant, finansist, boshqalar ishlaydi, ichini audit qiladi. Mana shu narsalarni batafsil gapirib bering. Bir nazar bilan qaraganda biz oddiy IT kompaniya ko'rinamiz. Даже xodimlarimizni ko'rsangiz ham yoshlar-da, aytishniklar-da. Lekin biz boshida shu narsani plan qildik, что har bitta dasturchi primoy tadbirkor bilan gaplashib, uni tushuna olish kerak yoki uni gapirgan gapini как бы biznes doirasida o'zini analizidan o'tkaza olish kerak. Buning uchun shunchaki kodni yozish yetarli bo'lmas ekan. Shuning uchun boshidan biz roadmap tuzib bergandik dasturchilarga. O'zimiz bundan o'tib, keyin ularga tuzib berdik. U ham bo'lsa qanaqa? Avvalambor sizning yilda ularga business process management degan kurslari bor. Ularni o'rganasiz. Biznes proseslar nima o'zi, qanday tuziladi, uni o'rganasiz. Undan keyin hop
skladni boshqarishni o'rganasiz deganmiz. Undan keyin savdo bo'limini boshqarish, marketingni boshqarish. Xo'p, finansi SCA ni F3 bilan F5 larini o'rganasiz deb talab qo'yganmiz. Xalqaro sertifikatlar. Sertifikatni olmasa ham mayli, hech bo'lmasa kirib o'rganish kerak. Da. Hech bo'lmasa bularni o'rganasiz deganmiz. Bularni o'rgangan bola o'sha salkam tadbirkor bo'lib qoladi-da. Endi tadbirkorcha fikrlaydigan bo'ladi hech bo'lmasa. To'g'ri, bitta narsa yetmasligi mumkin, risk qila olmasligi mumkin qalbida. No, tadbirkorcha fikrlashi anchasini o'rganib oladi ulardan. Hech bo'lmasa aytgan paytida uni gapini tushunadi. Yoki, "Yo'q aka, to'xtang, mana bunaqa holatlar bo'lsa-chi siz aytgan keysda" deb turib, keysga qarshi keys tashay oladi-da. Tanqidiy fikrlay oladi. Ha, tanqidiy fikrlash paydo bo'ladi-da. O'sha savollarni joyida berganning hisobiga bizda uzoq diskussiya ketadi. Har bitta prosessni qurayotganimizda, o'duga o'tkazayotganimizda, raqamlashtirayotganimizda. Masalan, oddiy banga bot qilib beriladi, imkon mana bunaqa bo'lsin deganda, "To'xtang aka, bot sizga mana bunaqa bo'lsa nima qilasiz?" deydi. "Ha, buni o'ylamayman. Davay bunaqa qilamiz" deb 2-3 soat razbor qilib botni bittada idealniroq qilishga harakat qilishadi. Hech bo'lmasa biz mana shundayroq talablarni qo'yganmiz komandamizga. Ya'ni bu bora-bora nima degani? Men o'zim Koreyada IT ga emas, IT convergence ga o'qiganman. Bu nima degani desa, IT ni boshqa fanlar bilan birga kelishi. Masalan, IT ni ximiya bilan birga kelishi, kimyo bilan kimyoni raqamlashtirishga olib kelishi mumkin. Yoki IT ni tibbiyot bilan, yoki IT ni logistika bilan shunga birga kelishi har xil boshqa yo'nalishlar bilan. O'sha yo'nalishlarni chuqurroq olib kirishga olib keladi. Shuning uchun ham komandada shunday talab qo'ygandikki, boshqa yo'nalishlarni o'rganishimiz kerak. Endi mana qolgan aytishliklarga ham o'zi shu yerda bitta maslahat, fikr, agar bunga biz nima deydi, dastoyni bo'lsak, o'rni kelganda, menimcha bu yog'iga 26-yil deymizmi, kelajakda aytishlik shunchaki kod yozuvchi emas. Chunki kodni уже Claudia ham boshqa kursor ham yozib beryapti-da. Prompt yozdirasiz. Xohlayotgan narsangizni aytsangiz yozib beradi. Haqiqatda shunday. Prompt injener bo'lsangiz bo'ldi. Bu yerga уже siz tadbirkorcha fikrlash, marketingcha fikrlash, boshqa yo'nalishlarni fikrlashni o'zingizda jalb o'zingizga olib, to'g'ri prompt yozishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni shunchaki aytishlik emas, уже boshqa sohalarga ham kirgan aytishlik bo'lishingiz juda ham kerakli ekan. Qo'pol qilib aytganda, tadbirkor menga biznesimni raqamlashtir desa, o'sha raqamlashtirish o'zi nimadan boshlanadi? Misol uchun, bilmadim, finansni to'g'ri joyga qo'yib qo'yishdanmi yoki bo'lmasam skladni qanaqa to'g'ri boshqarishdanmi? O'shalar bo'yicha birinchi o'rinda bazaviy bilimlarga, kerakli bilimlarga ega bo'lib turib, keyin kod yozishni o'rgangan bo'lsa ham, menimcha tizimlashtirib keta oladi. Bu yerda dasturchilikdan ham ko'ra ko'proq aynan tadbirkorning muammolarini tushunadigan, finansda, skladda yoki bo'lmasam o'sha biznes ichidagi menejmentda bo'ladigan muammolarni tushunadigan, ularni hal qila oladigan qanaqadir askarlar kerak deb o'ylayman men. Shunaqa. Sizlarni keysda ham hozir shunaqa ketyapti-da, tushunishim bo'yicha. Chunki bolalaringizni bilaman, taniyman. Savol bersa o'sha aytganingizdek F3, F5 dan ham javob bera oladi, ya'ni accounting bo'yicha. O'zi qanaqa proses bo'ladi? Misol uchun men tadbirkor sifatida sizlar oldingizga keldim, men biznesimni raqamlashtirmoqchiman. Qanaqa proses? Men bilan ish boshlandi. Nimadan boshlanadi? Birinchi 1 haftadan 4 haftagacha biz borib o'rganamiz tadbirkorlikni. Nimalar qiladi, kim, nima lavozimlar bor, nima proseslar yozilgan, nimalar yozilmagan qoidalarni yozib olamiz. To'xtang. Bu tushunishim bo'yicha shartnomadan oldingi proses edi, adashmasam, ya'ni audit prosesi bor sizlarda. Xo'p, shartnomagacha bo'lgan prosesda bu bir nazarda o'tib chiqamiz. Buni asosan o'zim qilaman. Nimaga bu yerda men bilishim kerak. Masalan, hech bo'lmaganda tashkilotlarda 4 ta 5 ta lavozimni ishini bitta odam qilmayotgan bo'lish kerak. Yoki umuman yozilmaganda hamma bir-birini ishini qilib tashlaydigan bo'lsa, bu vaholanki buni ham raqamlashtirish mumkin. Biz raqamlashtirish boshlaganimizda baribir ozgina tartibga keltirishga majbur bo'lamiz. Bu degani bu yerda raqamlashtirishni joriy qilish ko'proq vaqt oladi. Nimaga? Ana bitta odamga o'rgatishingiz kerak, u bitta odam 5 ta odam ishini qilyapti, uni vaqti yo'q. Bu degani 1 oyda o'rgatishingiz mumkin bo'lgan narsani 3 oy o'rgatasiz degani. Uni vaqti bo'lmaydi, xayoli joyida bo'lmaydi, boshqa risklar bor.
O'shani o'rganib chiqaman. Birinchi kun shuni o'rgansam, bir martada taxminiy vaqtni, ketadigan vaqtni hisoblab olaman. Lekin bu degani shartnoma qilganimizdan keyin sirazi raqamlashtirishni boshlaymiz emas. Baribir endi qolgan bo'limlarga shartnomadan keyin har bitta bo'limlarga soatlab, kunlab, haftalab kirib yana oygacha cho'zilar ekanda. Shu bo'yicha audit. Bir oy ichida o'rganib chiqilgandan keyin hammasini o'sha Odoo'ga joriy qilish boshlanadi. Masalan, u yerda aytadi, har bir bo'limning o'zini qoidalari, o'zini aytaylik, permissionlari, ya'ni ruxsat dostuplari bo'ladi. Ularni Odoo'ga joriy qilamiz. Tayyor bo'lgan narsani rahbar yoki menejerga olib borib ko'rsatamiz. 3-bosqich. Ko'rsatdik, hammasini sepochka qilib ishlatib ko'rsatamiz. Hammasidan rahbar yoki menejer довольный bo'lsa, ya'ni masalan 5 xil, 10 xil lavozim bo'lsa, har bitta lavozimda ishlatib ishni boshidan oxirigacha ishlatib ko'rsatamiz. Hammasi aytaylik, zakupkadan sotuvgacha olib borganimizda, keyin moliyaviy hisobot ham to'g'ri chiqishi kerak, permissionlar to'g'ri bo'lishi kerak, hammasini tasdiqlayman, zo'r bo'pti desa, keyin xodimlarga o'rgatish boshlanadi. Обучение. Ha. U yerda уже mana shu momentda уже tadbirkorni bu yerda metin-matonati kerak bo'ladi. Biz bilan birgalikda. Nimaga? Ko'pincha xodimlar o'zi xohlamagan holatda bu narsani, yangi narsani olib kirish xohlashmaydi. Aslida ularga foyda bo'lishi mumkin, lekin shunchaki yangilik kiritayotgani ularni ishchi vaqtida ularga nagruzka bo'ladi. Buni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Shuning uchun qarshiliklarga uchraymiz. Bu momentda o'sha tadbirkorni bizga yordam beradigan joyi yo'q. Mashinlar nima desa, shu bo'ladi degan narsani qo'yish kerak. Ya'ni xodimlarga nisbatan, что sen aytganini qilasan bularni, o'rganishing shart degan narsani. Shunaqa. Chunki bizda shunaqa holat bo'ldi, biz bo'lmasa xodimlarning aytganiga moslashdik, tadbirkor xohlagan narsadan uzoqlashib qolamiz. Tadbirkor xohlagan narsaga biz moslashishimiz kerak. Keyin bizda shunaqa holat bo'ldi, xodimlar aytaylik, yo vaqti bo'lmadi, yo xohishi bo'lmadi, xohlamayapti, tadbirkor keldida, yo shu bo'ladi, yo bugun chiqib ketazarlar deyildi. Real bo'lgan holat. Keyin kim ham chiqib ketardi issiq joyidan. Bo'ldi, moslashamiz deyildi, 3 kunda o'rganib tashashdi xodimlar. 3 kunda bu rekord natija bo'lgan. Bir xil joylar bor, 6 oyda ham o'rgana olmaydi, masalanda. Odoo o'zi qiyin emas yoki raqamlashtirilgan programma o'zi qiyin emas. Avval ham qaysidir programmada ishlangan. Avval ham qilgan ishini shunchaki boshqa programmaga kirgizyapti. Lekin 6 oydan buyon o'rgana olmaydi. Eng qaymoq bosqich, hamma sonlar o'zi ko'rinishni boshlaydi. Hamma sonlar yig'ilgan-ku, analiz qo'yasiz keyin. Xohlasangiz Power BI qo'ying, xohlasangiz o'zingiz programmangiz qanaqa programma bo'lishidan qat'iy nazar, Odoo bo'ladimi, SAP bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ichida sonlarni ko'rib, analiz qilishni boshlasangiz, eng qaymoq joyi shunda. Bu analizda siz o'sha har bitta yo'qotayotgan tiyiningizni, har bitta yo'qotayotgan vaqtingizni, resursingizni, xodimingizni ko'rib turasiz. Mana bizani yaqinda timsolga borib keldik. Timsol biznesida shu darajaga kelgan ekan. Ko'rdingiz-ku, qanaqa qiyin dashbordlar qilib tashashgan. Вообще men maza qildim. Juda ham qachonga qaysi tovar kerak, qachonga qaysi tovar olib kelish kerak, bundan nechta topilyapti, nechta sotilyapti, prognozlargacha bordi. Har hafta yana qaysidir produktni sotuvdan olib tashlash, qaysidir yangi produktni olib kirish bo'yicha ham prognozlar turibdi. Prognoz turibdi. Ya'ni tovarlarni o'sha sotilish sikli yoki bo'lmasam talab qanchalik ko'p yoki kamligiga qarab turib o'zi rekomendatsiya beryapti. Men jinni bo'lib qoldim. Eng qizig'i u skladni qanaqa unaqa katta ob'yomdagi skladni yoki bo'lmasam biznesni tizimlashtirish mumkin degan savol menda paydo bo'ldi. Mazza, eng qaymoq joyi o'shanda. O'zi raqamli transformatsiyani bosqichlari bor. Birinchi bosqich bu ERP joriy qilish bo'lsa, ERP CRM yoki shunchaki Excelni joriy qilish, raqamlashtirish bo'lsa, bu eng kichkina ish hali, boshlang'ich bosqich. Undan keyin tepada keladi. Raqamlarni analiz qilish, prognoz qilish, analitika qilish. Data analitik. Xuddi shunaqa. Undan keyingi bosqich hamma tranzaksiyalaringizni, hamma ishlaringizni raqamlashtirish, programma bilan kirib borish, bozorga agressiv kirish siyosatini qilsangiz bo'ladi. Mana masalan, bu nima degani? Bizning mani biznesimga to'g'ri kelmaydi desangiz,
adashasiz hurmatli tadbirkorlar. Nimaga? Mana masalan, Netflix hamma o'ylaydi onlayn kinoteatr deb, ha? Lekin uni tarixida onlayn kinoteatr bo'lmagan ekan. U oddiy kichkina do'konchada disk arendaga beradigan. Avvalamizda bor edi, esizdami? Borardik. Bozorda bitta disk arendachi bo'lardi. Kuniga necha 200 so'mmi, necha so'm berib, disk arendaga olib, kinoni ko'rib, keyin olib kelib berardik, ha? Netflix ham shunaqa bo'lgan ekan o'zi. Tasavvur qilasizmi? Endi ular raqamlashtirishni olib kirganda nima bo'lgan? Shu arendaga berganimmi degan o'ylaganda boshida arendaga berganimmi, shu programmaga yozaman, o'zi avtomatik hisoblasin, chunki ob'yemim oshdi degani. Keyin olib kirgan, qarasa arendaga beryapti, iznos ko'p diskda. To'xtading-a? Men shuni onlayn kinoteatr qilaman deganda, mana raqamlashtirishning 3-chi bosqichi, hali aytganimmi. Piramidani teparog'i. Hamma narsani raqamlash bilan boshqaryapti. Hozirga kelib qiladigan ishi platforma tayyor. O'zgarishlar endi kichik o'zgarishlar bo'ladi, lekin asosiy pul topadigan biznes avvalgidek kinoni arendaga berish, podpiska modeli o'sha. Ha, deyarli o'sha, faqat hammasini programmaga bog'lab qo'ydi. Streamda ko'ryapsiz. Mana shunaqa. Raqamlashtirishda bu. Yoki bo'lmasam, xuddi shunaqa ko'pchilik aytadi, Starbucksni, ha, hozirda endi boykot bo'lib, boshqa bo'ldi, lekin biznes model jihatdan yaxshi o'ylangan deb o'ylayman, haqiqatda. Ya'ni siz cashbackga yiqqan pullaringizni yana borib qayta ishlatar ekansiz. Raqamlashtirishsiz buni boshqara olarmidingiz? Yo'q. Undan oldin qog'ozchalar bo'lgan bilsangiz. Ko'rganmisiz? Uni kartani teshikcha qilib berardi. 10 ta kofe ichsang, 11-chisi tekin deyiladi. Hozir O'zbekistonda kafeniyalarning asosiy qismi xuddi shunaqa. Ya'ni ularda raqamlashmaganda post sistema qo'yib qo'yishgan, lekin o'shaning ichida oddiygina soliqlik tizimini joriy qilishmagan. Borasiz, qo'lingizga vizitka beradi. Men kofe yaxshi ko'raman, bilasiz. Mana shu barsetkam ochsangiz bir 20 tacha vizitka bor. Lekin birortasini qaytib ishlatmaganman. Bir marta olganman, все. Ya'ni var esidan chiqadimi? Ha, ana pechat qo'yib beradi, bo'ldi. Yo'q, ishlatilmaydi. Agar o'sha yerda misol uchun deylik, kafilitoni yoki bo'lmasam Teams'ni oladigan bo'lsa, men nomerimni yoki bo'lmasam ismimni kiritib qo'yishgan edi, shu paytgacha bilmadim, anchagina. Bir necha million yig'lardi sizda. Cashback. Mana, masalan, bozorda men Bilsni hurmat qilaman-da, mana. Bils zo'r qilib qo'ydi. Qayerga bormasangiz, hozir Bils borda, borib turib, loyalistga kiritib qo'ying deyman. Vitamin ko'p olamiz, vitaminni magazinlarga kirsak, Bils qo'yib qo'yganda, men nomerimni aytaman, yig'ilib boradi. Yig'ilib borgani ham katta psixologiya ekanda. Masalan, biz sushini faqat bitta joydan yeydigan bo'lib qoldik. Nimaga? Katta cashback berar ekanda. Odam psixologiyasi shunaqa-da, 30 ming so'm bizga cashback bersa ham, misol uchun, o'sha yerda meni 30 ming pulim yotibdi deb o'ylaysiz. O'zi uni как-бы bitta kofe ichganda ketib qoladigan summa. Psixologiyada bor. Lekin meni pulim u yerda yotibdi deb o'ylab yana borasiz. Yana borganingizda yana savdo qilasiz, u cashback ishlatasiz, yana keyin cashback sizda turadi-ku. Bu oddiy misol. Bu qayta sotuv oshiradigan eng zo'r instrument. Bu endi eng kichkina misol. Buni cheksiz ishlatish mumkin. Men bitta misol aytaman. Oxirgi paytlarda men o'zimni o'duchi demayapman. Raqamlashtiruvchi mutaxassis deyapman, e'tibor bergan bo'lsangiz. Nimaga? Menga qiziq emas faqat o'duni sotish yoki faqat o'du qo'yishda. Menga ekosistema ham mayli. Bizneslarni o'stirish qiziq bo'lib qoldi oxirgi paytda. Mana yaqinda Buxoroda bo'lganda qarindoshimizning 2 ta filialli kiyim do'konlari bor. Gaplashib o'tirdik-da, seni savdoyingni o'stirsa bo'ladi dedim. O'stirsa bo'ladi. Qanday qilib? Yur ko'raylik dedim, borsam umuman hech narsa raqamlashtirilmagan, bitta общий tетрадlari bor, hammasi qog'ozda. Kel dedim, kelgan mijozlarni tug'ilgan kunlarini yozib ol dedim. Tug'ilgan kun bilan tabriklab turib savdoni oshirish eski davr, ishlamaydi bu dedi. Yo'q, aslida olganda tug'ilgan kunni yig'ish bu shunchaki tabriklash emas. Bu eski davr haqiqatda. Uni tagida boshqa narsa bor. Bizda yoshga qarab analiz qilamiz keyin. Segmentlasa. Masalan, o'sha ularni 3000 ta mijozi bor ekan. Atigi 200 tasini Telegramida nima deydi, ko'rib, Instagramini ko'rib, ular ko'rishar ekan. 3000 ta 200 ta, ha? 3000 tani agar siz bazada bo'lsa, demak meni mijozlarimning soni o'rtacha, yoshi o'rtacha aytaylik
o'ttiz ekan. ICP chiqarsa bo'ladi. Ideal customer profile degan narsa bor, ya'ni sizni ideal mijozingiz. Bor auditoriyani o'zida juda ham zo'r ishlaydi. Haqiqatda. Zo'r ishlaydi. U bor. Undan keyin aytaylik, men bir soatni o'tirdik, o'sha yerda nechta mijoz kelib ketganini ko'rdim. Yosh kattalar kiryapti. To'xta dedim. Yosh kattalar kiryapti, ha? Shular uchun nima taklif qila olamiz? Yosh kattalarni bitta narsasi bor, aytaylik. 40-50 yoshdagilarni ayollar kiyim do'konida bitta masala bor. U yoshdagi ayollar o'ziga yilda 2 ta kiyim olishi mumkin, lekin qiziga, keliniga 4 ta kiyim oladi odatda. Masalan, bizda shunaqa, men kuzataman shunaqa. Qiziga, keliniga ko'proq oladi. Telefon qilib, keliningizga, qizingizga bayram oldi xatyabi, ha? Telefon agar sizda bazada bo'lsa-da endi qayergadir yozib qo'ygan bo'lsangiz, telefon CRM qo'yish kerak. Uni ham chatbot AI anaqa bilan sotuvchi agent bilan avtomatlashtirib yuborsa bo'ladi. Ha. Endi telefon, endi yana bu yerda aytish mumkin, uni shunchaki telefon nomerlarini daftarga yozsam ham bo'ladi-ku. Okey. Keyingi faktor aytaman. Shu ayol oxirgi 4 marta, 5 marta yoki 3 yilda, 1 yilda oxirgi marta nimalar olganini, ro'yxatini hammasini daftarga yoza olasanmi? Tartiblay olmaysan, to'g'rimi? CRM ga qil yoki ERP ga qil, de. Masalan, bu ayol nima, qaysi ranglarni, qanaqa fasonlarni yoqtirishini bilib ol. Ne qaradingda, telefon qilganingda shunchaki, "Opa, bayram bilan tabriklayman, yaxshi ko'ylaklar bor, keling." Masda, "Opa, siz yaxshi ko'radigan ko'k ko'ylakni, ha, masalan, toshligini yangicha versiyasi kelgan. Siz yaxshi ko'rgan palonchi brenddan kelgan. Qizingizga olmaysizmi bir deng?" Yoqadi-yu. Qattan bilasan qizimga shunaqa ko'ylaklar yoqishini deydi. Yoki bo'pti, menga kerak emas deb telefonni qo'ygandan keyin ham 1-2 kun ichidagi odamcha qiynaydi uni. Bari kelib ko'rib ketadi. Ha? Mana raqamlashtirish qayerda kerak? Hech bo'lmasa sotuvlar istoriyasini to'g'ri yozib, kirgizib, shakllantirib boring, bu kerak. Bu yerda minglab misol bor. Yoki ostatkani to'g'ri boshqarish. Ha? Ko'p mingdan ortiq ostatka turibdi. Qaysi bir qachon kelganini faqat daftardan qarab bilasiz. Yoki qancha pulingiz muzlab yotganini o'tirib 1-2 kun analiz qilib bilasiz. Programma sirasi joyida aytadi. Bu Builds'da ham bor. Men aytdim, Builds qo'ygan hamma og'rig'ingga yechim senga. Hozir qo'yish menimcha boshlandi. Xudo xolasa, o'sha bilan kamida 2-5 barobargacha o'sa oladi u narsa. Ko'zim yetadi, chunki u yerda ko'plab faktorlarni ko'rdim men, o'sish mumkin bo'lgan. U yerda ko'p narsa bor. Любой biznesni raqamlashtirib o'stirish mumkinmi? Sizga savol, nima deb o'ylaysiz? Manimcha ha. Mumkin-a? Chunki mana bunaqada, men faktim borda o'zimga yarasha nima uchun unaqa deyapman. Oddiygina bizning marketing sohasini oldigan bo'lsak ham, xodimlarning ishlash vaqti, nechta ish qildi, ishlash koeffitsiyenti va shunga o'xshaydigan narsalarni biz raqamlarda ko'ra olamiz. Uni eng effektiv vaqti bilan eng passiv vaqtini o'lchay olamiz. Oddiygina biz bir joyda call center qurganmizda, call centerda 120 ta xodim ishlayapti. 120 ta xodim. Lekin sotuv 30 ta xodimniki bilan teng. Ya'ni bundan oldin 30 ta xodim bo'lgan. Keyin nima qilindi? Analitika qilindi o'z-o'zidan. Analitika qilganmiz, 30 ta xodim bo'lganda o'rtacha average call time, ya'ni bir kun davomida 3,5-4 soat atrofida ekan. Yo'q. 120 ta xodim bo'lganda necha soat deb o'ylaysiz? Katta poteriya bo'ladi-da, uncha. Qancha 400 soat bo'ladi? Yo'q. Yo'q. 120 ta xodimda bu kamayyapti demoqchisiz. Shunaqa. Ya'ni 1 soat bo'lishi mumkin. Har bitta xodimniki 1 soat 20 minut. 1 soat. O'zi 4 soat effektiv vaqt bo'ladi sotuv bo'limlarida. Ha, 3,5-4 soat edi. Kolda gaplashgan vaqti va 120 ta xodim qilgan paytda bu narsa 1,5 soatga, 1 soatga tushib ketdi. Mana shuni orqasida biz shu muammoni ko'rdik. Konkret KPI qo'ydik. Bir kunda 4 soat gaplashasan, bir kunda menimcha call qilasan, average har bitta callni minuti menimcha minut bo'lishi kerak degan KPIlarni qo'yganimizdan keyin, ishonasizmi, 3 kunning ichida shunaqa sotuv ko'tarildi, 3 kunning ichida effektini berdi. Birinchi kun уже KPI qo'yilgandan keyin birinchi kun o'sha KPI bajarish kerak, yopish kerak. Tinimsiz telefon qilishni boshlayapti-da endi. Ko'proq callda o'tirishga harakat qilyapti, ko'proq gaplashishga harakat qilyapti. O'sha birinchi kun call qilgan insonlar ikkinchi, uchinchi kunlarda sotib olishni boshlayapti.
3 kun ichida effektivlik ko'rish boshladik. Ko'ryapsizmi? Siz ko'chadan kelib nazar tashlab berganingizda aniqladingiz. Siz aytaylik sotuv bo'yicha nima deydi, biznes konsultant emassiz yoki umuman biznes ekspert emassiz. Lekin bizneslar ichida yurib ekspertligingiz oshib ketgan o'sha. Endi 120 chetdan kelib ko'rganingizda bittadan analiz qilib beryapsiz-da. O'sha 120 kishilik call center o'zim qurganman. Ha, o'zingiz qo'ygansiz boshqa. Boshida 4 kishi bilan boshlangan. 1 yillik mehnat ketgan o'tgan. Gap yo'q. Endi mana shu tadbirkorlarda ham ba'zida shunaqa bo'lar ekanda. Men boshida mana shu biznes konsultantlar desa nima ham qilardi? Bular hammasini o'zimiz biladi, yo hammasini tadbirkor o'zi yaxshi biladi-yu deb o'ylardim. Lekin bu narsa xato ekan. Ba'zida chetdan nazar ham kerak ekan. Ana u gap bor-ku, bilasizmi? Eng zo'r tadbirkor o'zidan kuchli mutaxassislarni olib kelib, u bilan birga ishlay olgan tadbirkor eng zo'r tadbirkor hisoblanadi. Haqiqatda. Bu narsa kerak ekan. Misol uchun o'zingiz mijozingizni gapirib bering. Hozir mayda narsalarga kirib ketdik-da. Kattaroq narsalar, kattaroq loyihalar haqida gaplashdik. Misol uchun timsolli kelsa gaplashsa bo'ladi. Timsolli kelsa men ko'rdim. Akani o'zlari ham aytdilar, 2000 tadan 7000 tagacha oshdi SKU. Yo'q, 5000 dan 7000 ga. 5000 dan 7000. 5000 dan oshdi. Lekin filiallar soni aniq esimda 3 ta edi, 18 ta bo'ldi. 18, 6 oyda 18 ta filial. Nerealni, вообще zo'r. Bu xuddi fransizadek ko'payyapti, lekin uni boshqarish uchun hammasini bitta programmada, hammasini hisobotini bitta joyda ko'radilar uchun bexavotir ochaveradilar. Shuning uchun avvallari masalan filialni boshqarish ham qiyin bo'lgan. Lekin hammasi уже как бы sonlarga asoslangan bo'lganligi uchun oson bo'ldi. Tushuntirib bering, mana shu narsani qanaqa qilib hozir 6 oyning ichida 18 tagacha filial ochib tashlashdi. Nima o'sha tizimlashtirish nima berdik-ku? 18 ta filial bemalol ochib tashladi. Avvalambor oddiyroq punktlardan kelib chiqsak, astatkani to'g'ri boshqarish. Astatkani to'g'ri boshqarish. Filialdagi yotgan astatkalar. Avvallari filiallarda masalan qancha qolgan, nima qolganiga bilib bilmay ana narsa ko'tarib ketaverishgan, sotiladimi yo'qmi, astatga osilib qolavergan. Har bitta filial degani, bu degani astatga ko'p osilib qolsa, ko'proq pulingiz uziladi degani. Endi ko'pincha filiallar yo sherikchilikka, yo franšizaga, yo o'zingizga ochiladi baribir. Endi hozir O'zbekistonda yaxshi trend ketyapti, sherikchilik yaxshi rivojlanyapti. Islom aytaylik, sherikchiligini o'rgatishyapti, moliyasini o'rgatishyapti. Zo'r haqiqat sherikchilikni yaxshi o'rganishyapti ko'pchilik. O'zimiz ham shu qatorda. Shuni hisobiga sherikchilik bilan filiallar ochish, bitta brend ostida ishlash zo'r bo'lyapti. Bu yaxshi deb o'ylayman menimcha. Chem o'zingizni brendingizni yana bitta brend ko'targandan ko'ra, sherikchilikda o'sha brendni birga ko'targaningiz выгодно-da, masalan. Endi sherikchilikda nozik joylari bor. Uchida detailsga отчет deydi. Ularda hamma 18 ta filialda, endi men bilmayman, ularnikini ayta olmayman sizga. Misol uchun boshqa bizneslarda deylik, 18 tami 20 ta filialda 20 xil kelishuv bo'lgan bo'lishi mumkin, uchli detallar o'rtasida. Yoki franshizalarni ham hamma bir xil qilib bermas ekan. Masalan, kafillikni hammaga bir xil berish mumkin, lekin siz boshida franshizani har xil kelishuv bilan ham qilishingiz mumkin. Boshida kafilton kelsa oladigan bo'lsa, boshida 10 mingdan yo 15 mingdan bergan, adashmasam, hozir 35 mingga chiqqan. 35 mingmi, 40 ming klubda gaplashdik-ku. Shunaqa chekilamiz masalan. Endi kelishuvlar baribir o'zgaruvchan. Hammasini kelishuvni o'zgartirish uchun ularda 2-3 ta finansiz bo'lish kerak edi. Oyning oxirini yopishda, boshqa-boshqada hisob-kitobi. O'sha hisob-kitoblarni hammasini qo'rqmasdan tizim qilib beryapti endi, programma qilib beryapti. Bu to'liq avtomatlashgan holatda bo'lyapti-da, shuning bo'yicha. Shunaqa. Undan keyin ular prognozlarni, analitikani qo'ygandan keyin o'zlari avtomatik haftani qaysidir belgilangan kunlari avtomatik hamma filiallarga bilib o'zlari chiqarib yuborishadi mollarni. Ya'ni filialdan telefon qilib gaplashib chaqirish shart emas. Endi ekstremniy holatlar bo'lishi mumkin. Aka, men bunga zakaz tushib qoldi bo'lishi. Default holatlarda, default mahsulotlar astatga analiz qilgan holatda chiqib ketadi. Keyin o'sha gaplashayotgan paytimizda bitta narsani aytib o'tdilar. Oldin Inamarka, ya'ni BYDlarni juda ham ko'p olib kelardik, hozir olib kelmayapmiz dedilar. Optimizatsiya qilganlar o'tda ham. O'tda ham, ya'ni bu ham o'sha astatkani kontroldan kelib chiqqan edi. Shunaqa. O'sha chet el markali mashinalarni ham zapchastlarini ko'p olib kelgan ekanlar. Keyin qarasalar, endi uni men bilmadim, o'zlaridan yana aniqlashtirish mumkin. Nima uchun qoplamagandir balki sotuv o'zi kamdir. Balki operatsion xarajat
uni topadigan daromadidan oshib ketsa kerak. O'rta bera oldi. Ko'rish kerak. Buni ko'rganlar tizimda va shuni amalga oshirganlar-da endi ular. Eng katta kompaniya oboroti sizlar avtomatlashtirib bergan necha pul ayta olamizmi? Kompaniya nomi aytmasak ham. Shu 50 dan balandroq menimcha. 50 million. Ha. 50 million dollar yillik oborot. Shu 50 dan balandroq. Ha, tushunarli. Ularda qanaqa muammolar bor? 50 million dollar oborotga chiqib olish ham oson emas. Ularda ham qanaqa tizim bo'lsa kerak, yo o'zidan o'zi kelib qolmaydi 50 million dollar oborot. Xo'p, endi ularda ham ularning o'zini muammolari haqiqatda kichikroq biznesnikidan ko'ra boshqacha. Shu lekin o'xshash muammolar. Hammada ham deyarli bir xil muammo. Qaysi departamentlarda? Astatkani boshqarish Skladda eng katta ular bo'ladi. Keyin savdoni oshirish, savdoni boshqarish, periprodaja qilishlar bor, Masalan, bitta mijoz nimaga aytaylik oyiga bir marta million sotib summadan oshmayapti. Nimaga uni oshirish imkonini o'rganish. bir marta sotib oldi, 2-3 marta sotib olmayapti. Uchinchi narsa bu O'zbekistondagi yoki menimcha balki butun dunyoda muammo qarzdorlik yoki mana bu kechiktirib to'lashga kelishuvlar bor, nimaga vaqtida qaytarmaslik muammolari bor. Biznes kattalashgan sari bu kattalashadi qarzdorlik. Masalan, shunaqa muammolar bor. Keyingisi shu marketingni sotuv bo'limi bilan взаимоотношенияsi yoki marketingni kerak bo'lsa skladgacha ham взаимоотношенияsi bor. Yoki marketingni zakupkagacha bo'lgan взаимоотношенияsi bor. Eng muhim masala. Hammasi bitta ekosistemada bo'lsa bu osonroq bo'lar ekan. Bu boshda o'ylardim, shart emas o'zi bitta tizim. Masalan, odunni qo'ysam ham faqat skladga qo'yib ber desa ham qo'yaverardim-da. Hozir o'ylayman ko'pchilikka yo hamma bo'limingga qo'y yoki вообще qo'yma deyman. Hamma bo'limga qo'ysa zo'r effekt beradi haqiqatda. Chunki hamma bo'limni bitta tizimda boshqarish вообще mazza narsa. Hozir marketingni aytib o'tdingiz-da, men qo'shimcha qilib ketmoqchiman. O'zi dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsa, xalqaro standart bo'yicha siz qaysidir produktni bozorga olib kirmoqchisiz, yangi produkt yoki bo'lmasam sotib olsiz, uni olib kirishdan, sotishdan oldin marketing bo'limi ishlaydi-da. Marketingning ichida ham research and development degan department bo'ladi. Ya'ni ular research qilishadi, o'rganishadi. Hozir zakupgacha bo'lgan integratsiyasi deyapsiz-ku. Bu nima ta'minlab beradi? Marketing o'sha bozor o'rganadi. Bozor o'rganib, tadqiqot qilib, misol uchun prognozlar chiqargandan keyin zakupga qanaqadir tizib beradi. Biz bu oyda mana bunaqa narsani sotish yoki bo'lmasam marketingni qilishni plan qilyapmiz. Shunga qarab sen o'zingni holatingni to'g'rilab olgin. Xuddi shunaqa ko'rinish ishlaydi, to'g'rimi? Haqiqatda. Keling, buni butun boshli supply chainga yana olib borib taqaymiz. Buni o'zini ilmi bor. Shunchaki marketing, shunchaki sotuv, shunchaki zakupka deb bo'lmaydi buni. Buni hammasini sepochkani bitta fan o'rganadi. Buni o'zini olimlari bor. Supply chain deydi. Agar kim Aptavik, kim mana shu oldi sotdi bilan shug'ullanadigan bo'lsa, eng muhim o'rganadigan narsasi bu supply chain. Supply chain de hamma narsa kirib ketadi. Aytganingizdek, marketing ham, zakupka ham, sotuv ham, hamma narsa, HR ham, hammasi kiradi. Men sizga bitta o'zimni opitimdan emas, yana ham yaxshiroq opitlardan aytib beraman. Mana kuni kecha o'qidim. Menimcha Skartaris degan bloger Alisher aka yozdilar. Buni yozdilar, что Divan.ru degan mebel divanlar sotadigan market bor edi. Hozir ham bugun ham bordir, lekin O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatibdi. Nimaga? Divan.ru o'zi rossiyskiy brend, kuchli brend, bilasiz, millionnik, balki milliard bo'lmasa, zo'r sotgan. Bizdan oldin u adashmasam o'sha yerda Ozarbayjonmi, Qozog'istonmi, boshqa marketlarga kirgan zo'r bo'lgan. Lekin O'zbekistonda 1 yildan oshiqroq ishladi va 3 yil past ishlayapti. 3 yil ishlayapti-da va O'zbekistonni yopayapti. Savdamiz bo'lmadi, ketmonimiz uchmadi bu yerda. Nimaga? Bu yerda o'zini mentaliteti borligi bir masala. Bu yerda yozgan ekanlar, o'zlari analiz qilib, o'zlarini fikrlarini yetkazaman, aytaman. Divanda shunaqa narsa bor ekan. Bugun siz kelib zakaz bersangiz, individual zakaz qilib berishingiz mumkin ekan. Keyin uni Rossiyadan
tayyorlattirib chiqartirib borar ekan. Bor ostatkani kamdan kam bo'lar ekan, ko'pchilik individualni zakaz qilar ekan. Individualni zakazda ko'pincha Rossiyadan yetkazib berish, Qozog'istonga yetkazgandan ko'ra O'zbekistonga yetkazish qimmatroq, uzoqroq vaqt olar ekan. Shuni hisobiga mijozlar ko'p kutib qolganini hisobiga ko'pchilik отказ qilar ekan. Hali zakazni olmasdan turib отказ qiladi yoki keyingi zakazni bermaydi. Mana supply chain uzilyapti shu yerda. Ha? Boshida siz marketingni, masalan, uklonni olamiz endi. Uklonni qarang qanaqa qilgan. Uklonni bitta muammosi bor edi, arzon taksi yetkazib berganligi uchun, ko'p demping bilan kirganligi uchun ko'p kutishga majbur bo'lardi. Chunki ko'p voditellar ham xohlamaydida, ya'ni arzonga ishlamayman, Yandexga ishlayman der edi. Uklon bu narsani o'zi chiroyli hal qildi deydi. Mesaj yetkazdi. Mesajlar nima qildi? Bizda lag'monni sekin yeb chiqadigan passajirlar chiqadi. Biz sekinroq yetkazamiz deb kamchiligini ustunlikka aylantirib oldi ular. Ya'ni nima dedi? O'z poyezdkalarini oldindan plan qiladigan, yarim soat, 1 soat, 15 minut oldindan plan qiladiganlar biza bilan ishlasin. Srochniy taksi kerak deb turib, keyin jalva qilmalaring menga dedi-da, bo'ldi. Profilni zo'r qildi. Mana, balki divan ham o'rnida shu marketingni qilganida, shunaqa podxod qilganida balki ular ham o'sib ketardi. Mana, supply chainni, ya'ni zakupkani yoki yetkazib berish muammosini balki marketing bilmagandir, rahbar balki ikkovini ko'rib turib birlashtirish kerak bo'lgandir. Lekin alal oqibatda Divan.uz yoki Divan.ru yopildi O'zbekistonda. Lekin Uklon dalsh tortib ketyapti buni, o'zini supply chaindagi muammosini marketing bilan birlashtirib chiroyli podxod qilganligi uchun. Mana sizga marketing uchun case. Bu bo'yicha juda ham caselar ko'p. Misol uchun bizning o'zimizda ham bor. O'sha produktni yetkazib bera olmaydi yoki bo'lmasa boshqa narsa qiladi. Muammosini ustunlikka aylantirish juda ko'pchilikda nereal narsa bo'lib ko'rinadi-da. Muammosini ustunlikka aylantirish. Uklonni real case qilib olsak bo'lar ekan bu narsaga. Haqiqatda bu hammani ham qo'ldan kelmaydi. Chiroyli olib chiqilgan, to'g'rimi? Misol uchun Rolls-Royce olsak ham bo'ladi. 6 oyda bitta mashina yig'adi. Va bu narsa uni ustunlikka aylantirgan. Ustunlikka aylantirgan. Individualni har bitta inson uchun qo'lda yig'amiz deydi. Shu bitta xitoylik yo'q deb yo'qda bitta xitoylik borib, "Davay shuni konveyер qilib yuboramiz, onasidan soqqani qilaylik" demaydi-da. Mana bu ham o'sha polni sepochkani bitta nazarda ko'rishning ustunligi. Bitta nazarda ko'rsangiz buni ko'rasiz. Masalan, o'sha yerda ham menimcha Uklonni endi rahbariyatimi eng ko'p tushayotgan murojaatlarni olganda analiz qilgan menimcha. Analizni keyin nima qilamiz deb jamoaga tashlaganda menimcha. Shu joyda bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Oxirgi paytlarda bizni Silion bilasiz o'zingiz, biz ishlaydigan loyiha, ularda shunaqa narsani test qildik. Boshqa loyihalarda ham, startaplarda ham test qilamiz. Biz faqatgina marketing xizmat ko'rsatardik, MQL, ya'ni marketing qualified leadni olib kelib berardik-da. Sotuv bo'limiga topshirardik, bo'ldi, sotuv bo'limida отчет ola olmas edik. O'zi hamma loyihada shunaqa edi, faqatgina Silion case-ida emas. Nima qilishni boshladik? Biz har bitta loyihaga massiv qilib turib CRM qo'ydirdik. O'zimiz qo'yib beryapmiz CRM. Zapis bankov qo'yamiz. Birinchi etapimiz o'sha produkt haqida, offerlarni ishlab chiqib yoki bo'lmasa servis haqida offerlarni ishlab chiqib targetga yoqish bo'ladigan bo'lsa, o'sha targetni o'zida uni raqamlari bor, hook rate, hold rate deydi, CPM, CTR yoki bo'lmasa shunga o'xshaydigan raqamlar hammasini datasini olamiz o'tdan. Keyin CRM-kadagi datani to'liq tortamiz. CRM-kadagi call zapislarni hammasini to'liq tortamiz. Va hammasini AIga tashlaymizda umumiy analitika chiqaramiz. O'sha AI bilan qilyapsizlar. To'liq proseslarni o'sha har xil instrumentlar orqali qo'yamiz, lekin oxirgi xulosasini AI da chiqaryapmiz-da. Bilasizmi bizda nima paydo bo'ldi? Ideal customer profile paydo bo'ldi. Ularga qanaqa sotish imkoniyatini berishimiz mumkinligi paydo bo'ldi. Ularga qanaqa offer bersa to'g'ri bo'lardi. Sotuvchi qayerda xato qilgan yoki bo'lmasam stratejida nimada xato gapirgan, nimani noto'g'ri gapirgan. Bu nimani orqasidan kelib chiqdi desa, biz shunchaki o'sha proseslarni bir-biriga bog'ladik, tizim qildik. Shundoq ham qilardik, lidiga yaratsa qilib berardik, bo'ldi, topshirardik. Aynan o'sha proyekt case-ida biz to'liq analitika chiqardik-da. Hozir ideal customer profile so'rasangiz, biz topib bera olamiz. Qayerdan topding, u xayolingdan keldimi yoki bo'lmasa shunchaki targetda nastroyking yo'q. Konkretniy customer bilan strategiyani zapislarni olganmiz yoki bo'lmasam
Kolli zapislar olganmiz. 260 ta klientni o'sha CRM'ga tushgan klient hammasini zapisi. Shunda tashib olamiz. Bizda hamma narsa bor. Nimani orqasidan? Tizim. Tizim. Eng qizig'i biza u proyekt uchun hozir kreativ yozishga vaqtimizni sarflamayapmiz. Beryapti demak. Tasavvur qilishingiz uchun men bitta xodim o'tkazib, kamida 3 kun vaqtini sarflab qildirardim. Qanaqa qilib ishlash bitta ko'rsatib berdim bo'ldi. O'tda endi u yerga parametr berishingiz kerak-edi. Masalan, hamma klientlar har xil-ku. Masalan, men agressiv marketing qilaman. Kimdir boshqacharoq marketing qiladi. O'sha xarakterni ham yerga berib qo'yasiz, shunga qarab kreativ beradi. Xuddi shunaqa. Proyekt haqida o'qitamiz boshida, nima sotmoqchi, qanaqa produkt sotmoqchi, to'liq tushuntirib beramiz. Keyin o'sha kol analistikalari, CTR'lari, target kreativlari hammasini upload qilamiz. Keyin kol zapislari hammasini upload qilamiz. Xullas hamma datani beramiz yerga. И всё, o'zi chiqarib beradi to'liq strategiya bilan. Eng qizig'i juda ko'p vaqt tejalyapti. Boshqa loyiha olib tashlaganmiz hozir. Молодец, gap yo'q. Endi bundan keyin narxlaringiz arzon bo'ldimi, qimmat bo'ldimi? Yo'q. Analitika bor, aniqlik bor. Aniqlik bor joyda hech qachon narx arzonlanmaydi. Narx arzon bo'lishi mumkin, taxminlar ustida bo'ladigan bo'lsa. To'g'ri. Chunki u yerda arzonlarga ishlaganingiz bilan har xil taxminlar qilib ko'rasiz, baribir qimmatga tushadi. Arzon plus qimmat bo'lib ketadi keyin. Shunaqa pulsli qilingan hisobiga. Shunaqa. Bizda analitika bor, aniqlik bor. Ana uni o'zi so'ramoqchi bo'lib yurdim. U kun LinkedIningizga yozganingizni o'qib qoldim. Kimdandir qancha nechidir ming pul olingan, lekin $300 ishlatilganmi? Targetda bo'lgan hodisa, sal aytib bering shuni. Bo'lib o'tgan hodisa, qarang, $6000 targetga budjet olishgan. AI, startup AI. Hozir yo'nalishini aytsam bilib olishida o'shani aytmayman. Xullas, qanaqa bo'lgan proses? $6000 reklamli kabinet qarzga olibdi, $6000 pul olishgan. O'zi odatda targetologlar qanaqa ko'rinishda bu pulni yetishadi. Naqd ko'rinishda olishadi yoki bo'lmasa o'zini kartasiga perevod qilib olishadi. Targetni reklamasini yoqishgan grafический postlar bilan. Grafический post O'zbekistonda hozirgi holatda. Mendan ham ko'ra, misol uchun siz o'zingiz qarang. Men ham bilaman uni narsani. 30 ta 40 ta grafik post qilishgan, Instagramga qo'yishgan o'sha postlarni o'ziga yoqib olishgan. Eng qizig'i anaqada Meta'ning ichida Audience Network degan funksiya bor. Audience Network nimaga xizmat qilib beradi? Siz har xil saytlarga kirganingizda zaifga qoldirganingizni bilmaysiz, reklama bannerga bosib olsangiz. Lekin sizga telefon qilishadi. Siz zaifga qoldirgan ekansiz deb. O'sha narsani ta'minlab beradi Audience Network. Kiresiz placementlarga qo'yishgan. Lead tushmagan emas, tushgan. 1,5 mingtami lead tushgan. Lekin keraksizda ular. Telefon olib gaplashdim dedi, 1,5 mingta lead ichidan bitta sotuv bo'lgan. U bitta sotuv ham LinkedIndan tushgan lead bo'lgan. Instagramdan emas. Mana sizga $842 pul ishlatdik. 10 kun ichida o'zi ularda 842? $842 biza. Xo'p, qalay bo'ldi keyin sizlarning rezultat? 10 kun ichida bo'lgan rezultat 4000 dan yuqori edi. Bir oyligini olib chiqqanimizda 10,000 dan tepa, chunki u yerda subscribe based 299,000 anaqasi, podpiskasi. AI kirib o'zi u yerda sotuv sikli bir oydan oshadi. 10,000 dan shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin, ha? Shunaqa holat. Nima qilish kerak? Men masalan marketing meni aldamasligi uchun nima qilishim kerak? Do'st bor aka o'zingizda. Shuni aytishingizni xohlayapman. Bizda mana Safarmod bilan ishlaymiz. Har doim do'stni o'zini ham berib qo'yishadi. Hammasini o'zim ko'rib o'tiraman. Birinchi o'rinda biz doim klient kartasini ulaymiz-da, o'zimizdan u karta bo'lmaydi. U kartani datalarini o'chirib yuboramiz, klient olib ulaymiz. Отчетni ko'p holatlarda Telegram mesej ko'rinishida jo'natishadi. Biz ham o'zimiz ham jo'natamiz. Misol uchun sizga undan tashqari PDF fayl jo'natamiz. Meta'ning o'zini anaqasi bor, отчети bor. O'shani jo'natamiz. Eng muhim narsa, hech qachon naqd pul ko'rinishida targetologlarga pul bermanglar. Juda ko'p holatlarda uxlatib yuborishadi. Juda ko'p case bo'lgan. Chunki shu paytgacha
bir marta eshitmaganman, bir necha marta eshitganman, что $2000, $3000 pulni olib, просто yo'qolib qolgan. Naqd ko'rinishda olgan, bo'ldi yo'qolib qolgan. Isbotlab bera olmaydi-da, qanaqa qilib Bu isbotlab? videolar chiqib ketsa, targetologlar spamni bosib sizni bloklattirib yuboradi. Usullar aytib qo'ydingiz-ku, hamma sirlarni ochib tashladingiz. Mayli. Temadan chiqib ketib qoldik. Mayli. Endi qiziq temada baribir bu ham, chunki qiziq, har doim qiziq marketing. Chunki любой biznesni birinchi qadamlarida marketing yotadi. Yaqinda bitta hodisa bo'ldi-da. Bunday qildik. Bitta tanishimiz ishlab chiqarish ochmoqchi. Aytaylik, produktni, hozir aytsam bo'lmasa endi, bozorga yengillik qilib olib kirmoqchi. Bozorda yo'q unaqa produktda. Keyin ishlab chiqarish uchun stanoklar olib kelishga o'zi kichkina sex ekan, bir 10,000 pul ketar ekan. Qurilish va hokazolar bilan 2 oy zapusк qilishga 2 oy ketadi endi-da. Bozorga men shunaqa kirmoqchiman dedi. Keyin yaxshi dedi-da, keyin bir ideya kelib qoldi. Davay shuni 10,000 stanokka tikmadi, 2 oy kutmadi. O'sha chiqadigan mahsulot Xitoyda chiqadimi dedik. Xitoydan keladi o'sha stanok. O'sha Xitoydan chiqadi ham. O'sha mahsulotga o'zingni brendingni yozdirib, o'zing etiketkangni o'sha yerda qildirib, tayyor mahsulot olib kel. Kelishi 20 kun, 30 kun. 2 oy emas. Olib kelib, marketing qilib, sotib ko'r. Yaxshi ketsa, tushgan pulidan xohlasang stanok ol. Xohlasang tayyor mahsulotni o'sha STM qildirib sotaver. Sen uni olib kel, o'rnat, usta top. Nimadir kuygan bo'lsa yana zapchasiga bor yoki zakaz ber. Bu hokazo qilish shart bo'lmay qoldi-da. Hozir menimcha shu ishni boshlayapti. Umuman stanokka ham pul tikmasdan tayyor mahsulotga dizayn qildiradi. Tayyor mahsulot olib keldiradi. Bitta sotib ko'radi. Yaxshi bo'lsa yaxshi, dalchi bosadi. Bo'lmasa kuygan joyi o'sha birinchi narsada kuyadi. Ikkinchi usulda stanokka ham kuyadi. Yotadi, hech kim olmaydi uni stanogini O'zbekistonda. 10,000 pul ham ketadi. Bu yerda risk katta-da. Misol uchun o'zimni olib qaraydigan bo'lsa, chet elda men IT industriyani chuqur o'rganganman-da, qanaqa o'zi marketing qilsa boshqa qilishadi. Napkin test degan narsa bor ekan, IT startaplarni sotishda. Qanaqa ekan u? IT startup bozorga kiryapti. Bozorga kirishidan oldin uni ideyasini qog'ozga yoki bo'lmasam salfetkaga, kafeda o'tirgan bo'lsang, qarshingda turgan odamga yozib, shu ideyani yozib sotib ko'r. Agar sotib oladigan bo'lsa, uni qilsang bo'ladi. Pul to'laydigan bo'lsa degan faktor bor ekan. Xuddi o'sha narsani biz transformatsiya qilib o'zimizga mijozdagi test performance marketing xizmatimiz bor, bilsangiz kerak. Startaplarga ko'rsatamiz. Eshitdim. Ko'rsatamiz. Ideyani yozamiz. 10-15 ta o'sha startup haqida yoki bo'lmasam u hal qiladigan muammolar haqida yozamiz. Qanaqa yechim beradi, nima foyda olib keladi. 10-15 ta ssenariy ko'rinishga keltirib, video qilib turib, target yoqib, lead generatsiya qilamiz. Yo'q startup, yo'q produktga. Mashining bo'lib ketmaydimi ular? Yo'q. Endi bu odamning o'zini vijdoniga oladi. Ya endi katta va'da berib qo'ymaydi-da, ertadan ishlatishni boshlaysiz deydi, 2 oy kutasiz deydi-da. Ha, shunaqa, ya'ni oldin aytadi. Lead generatsiya nima maqsadda qilinadi? O'zi bozorga kerakmi, yo'qmi, necha pul to'laydi? Customer ham kim? Bozor hajmi qanaqa? O'sha narsani aniqlash uchun lead tushdi. Misol uchun o'zi $500 minimal byudjet belgilab qo'yganmiz. Lead tushgandan keyin call обработка qilinadi. Boyaga aytgandek hamma analitikalar chiqiladi. Callda yoki bo'lmasam stretchida hammasida aytiladi. Bizning produktimiz hozir ishlab chiqish protsessida 2 oy ichida sizga beramiz. Shunaqa muammoingiz bo'lsa, qanaqa yechim qo'llardingiz, nima qilardingiz? Eng qiziq tomoni, bizda realniy bo'lgan case bor-da. Umidjon aka Ishmuhamedov deganlar bor, Eshturdiyev degan akamiz bor, Umidjon Eshturdiyev. Progress Solution degan IT kompaniyalari bor. Ularda bitta ERP sistema xuddi shunaqa qilib startup ko'rinishda bozorga olib kirdi. Yo'q edi. Lead generatsiya qildik, shunaqa ideya bor dedilar. Okey. Telefon qilib o'zlari gaplashib chiqdilar. Sotuv qildilar. Mijozga berdilar MVP variantini. Qolgan qismini mijozning xohishiga qarab turib, ya'ni bozorga o'zi meni ideyam kerakmi yoki bo'lmasam sal boshqacharoqmi bozor degan savollarga javob berib, hozir razработка qilib berishyapti. Bu nimani ta'minlab beradi? Siz o'zingizning fikringiz 100% to'g'ri degan mindsetdan sal chekkaroqga chiqasizda. Birinchi bozordan so'rab olasiz. Bozordan so'rab olasiz. Bozor o'zidan ideya olasizda, bunday olganda zo'r. Oldin sotasiz, keyin ishlab chiqib berasiz. Qo'pol qilib aytganda. Xo'p, shunaqa.
Men Odoo'ga kelishim ham deyarli shunga o'xshagan bo'lganda. Ha, o'shani aytdilaring. Qarang, bu bir necha yil avvalgi narsaga borib taqaladi. Men o'zim o'sha Koreyadan qaytganimda biza o'sha IT bilan birgalikda ishlab chiqarish ham qilardik. Xabarim bor. Buxoroda ishlab chiqarishlar qilganmiz, dadam bilan sexlar qilganmiz. Uni g'ayrat aytishlik odam bozorga olib chiqib sotishni ham o'rganish kerak bo'lgan. Ya'ni nima? Bozorga bitta do'kon kirib, keyin sotishni ham o'rganganman. O'shanda yana shu muloqot ochilgan ozgina. Keyin uni ko'rdim, ishlab chiqarishdagi har bitta protsess, endi oilaviy korxona bo'lgandan keyin har bitta protsessda o'zimiz bo'ldik, oriqlarni bildim. Keyin parallelda men Neftzavodda ham ishlardim. Buxorodagi neftni qayta ishlash zavodida 3600 ta xodim adashmasam, shuncha xodim va 120 gektarlik adashmasam zavod. Juda ko'p protsesslar bor-da. ISO standartiga o'tilgan, ISO 9001lar o'tilganda hammasi zo'r biznes protsesslar qo'yilgan. Lekin hammasi qog'ozda, qog'oz jurnallarda bo'lardi. Keyin men kirganmanki, ba'zi protsesslarni juda ham sekin bajarilayotganini ko'rganman va juda ham zatratniy bo'lganini ko'rganman. Men endi programmistman. Davay dedim, shuni raqamlashtiramiz. Ves zavodini raqamlashtiramiz deb boshladim. Lekin bitta protsessni raqamlashtirishga bir 2-3 oycha vaqtim ketib qolgan. Bittagina protsess. Unaqa protsesslar minglab, 10 minglab u yerda. Katta ekosistema. Qanaqa protsess? Mana vagon zavoddan chiqib ketish kerak. Aytaylik 90, 92, 91 markali benzin tayyorlash paytida operatorning bilan laboratoriya birga ishlaydi. O'sha protsessda ular ma'lumot almashinishi o'rtada qog'ozda bo'lgan. Mashinada olib borib kelgan. 2 kilometr, 1 kilometr joyga mashina borib kelgan. Shuni aytganman, shunchaki fayl tashisa bo'lmaydimi desam, ISOga ko'ra anaqa imzo bo'lish kerak degan. Imzo bo'lsa, raqamli bo'lsa ham bo'ladimi dedim. Ha, raqamli bo'lsa ham bo'ladi. Davaychi dedik, programma qilamiz. O'sha paytda PHP da yozildi. Raqamli imzoning o'rniga login parol qilsak bo'ladimi dedik. U yerda o'sha ISOning kontrolchilari bor, standartchilari bo'ladi deb buyruq chiqarib qo'yishdi. Ya'ni imzoga teng huquqli login parol qilishdi. Qarang, u ham o'sha qog'ozlar bilan tasdiqlandi. Keyin o'shani u yoqdan o'tirib fayl tashlab qo'yish ham ishlamas ekanda, o'sha imzo o'rniga o'tmas ekan. Endi balki bu o'sha optimizatsiya bo'lgandir ISO standartlarida, lekin shunaqa edi. Keyin shu login parol bilan kirsa, qaysi operator, qaysi laborant, qaysi aytaylik boshqaruvchi o'sha yerda ishlayotganini, nima ma'lumot kirgizgan, hammasi logga tushadigan bo'lgandan keyin o'sha standartlashtirish bo'limi tasdiqlab berdi. Buni haqiqatda biznes protsessni haqiqiy qog'ozga teng, ISOga standartiga mos deb qabul qilamiz. Bitta protsess. Hamma mana shu ishlarni qilib chiqquncha 3 oy ketdi. Keyin o'yladim. 10 minglab biznes protsess hammasini o'tkazib chiqish uchun men bu yerda pensiyaga chiqarkanman. Bunda dalshi izlanamanda qanaqadir programmalar bo'lsa, bunga qancha pul tejashlarini o'sha payt hisoblab chiqqanman. Milliardlab pul tejash mumkin bo'lganligini bilardim. Bitta mashinani bir kun davomida qayta borib kelishini o'zi ham. Ha, vaqtcha o'tdi. Целый eshalon kutib turadi. Bilasiz-ku, mana bu temir yo'llarda bitta eshalon degani 60 ta vagon. Shunaqa. Ha, 54 ta 60 ta vagon bo'lsa, ularning arendasini o'zi qancha bo'lib ketadi-da, o'zi kuniga qanchadir to'lanadi, bilasiz. O'shalarni o'zini hisoblasangiz ham qancha narsa. Shunaqa целый hammasini tayyor qilib qo'ygan programma yo'qmikin deb o'sha paytdan qidiruv boshlangan keyin. Bu siz bilgan o'sha qimmat dasturlar ham bor, arzonroqlari ham bor, u bor, bu bor. Yillar davomida o'zimiz keyin kod yozib qilib ko'rdik, bu qildik. Shu sekin-sekin shunga baribir shu nima deydi, xalqaro darajadagi ERP'larga kelganmizda, oxirida 10-15 ta sistemalarni olib analiz qilganimda eng yoqqani shu Odoo bo'lgan. Endi katta niyatlardan biri mana shunaqa katta neft zavodlar, yoki AGMKlarga o'xshagan zavodlarga Odooni yoki mayli Odoo bo'lmasa ham boshqa tizimlarni joriy qilib ko'rish yaxshigina niyatimiz bor, xudo xolisa. Chunki milliardlab pullarni tejasak bo'ladi bunda. Odooda men bitta narsani ko'rdim-da, saytiga kirganingizda o'zini shunaqa zo'r prezentatsiya qilib qo'ygan. Pastda knopka bor-da, knopkani bossangiz Odooda nechta moduli bor? 70 ta. 70 ta. O'zini standart. Undan tashqari boshqa modullar, App Store bor. App Store ham bor, yana u yoqda 70 mingtacha third party applar ham bor. 70 mingta. Sizga menga o'xshagan dasturchilar, aytishliklar o'tirib
o'zini modulini xullas men biznesim любой uslubda bo'ladigan bo'lsa, shu dunyoda bor biror bir biznes qiladigan bo'lsam, u uchun любой решение bor. yozib qo'yilgan уже. Izlashim shart emas. Yo'q, velosipedni qayta ixtiro qilib o'tirmang. Xullas, Odoga kirganimda, o'sha saytiga kirganingizda birinchi boshda prezentatsiyada shunaqa turadi. Pastdagi 4 ta modulim SAPga javob beradi, SAP anaqa almashtiradi, yana qayerdir Knowledge almashtiradi, yana qayerdir Notion'ni almashtiradi, qayerdir kalendaringni almashtiradi. Ya'ni menda shunaqa narsa borki, menga kirding, bo'ldi, hamma modulim bor. Shunaqa hamma narsasi bor ichida. Mashinalarni boshqaradi kerak bo'lsa, GPS trackingi, boshqasi bor ekan-da. Call center, CRM-kalarni ko'rib, men jinni bo'lib qoldim-da. O'zi bo'ldimi shunaqa katta loyiha, hamma protsessini avtomatlashtirgan yoki bo'lmasam boshqa bir katta ERPni olib tashlab, buni qo'ygan, Odoni qo'ygan. Bir necha marta. Qaysi ERP? SAP olib tashlab, Odo qo'yganlar joylar. Yo'q. Nega SAP ana to'pda emasmi? Birinchida. Xo'p, SAPni ham ikki xili bor-da. Ko'pchilik brendni eshitadi-da, oxirini so'ramasdan sotib oladi sirazu-da. SAPni ikki xili bor. SAP haqiqatda zo'r narsa. Haqiqatda tan berish kerak. Zo'r narsa. Lekin HANA litsenziyasi. Mana bilishim bo'yicha o'sha katta litsenziyaligi va u qimmatroq yuradi, 300 ming, 800 ming, 1 milliondan boshlanadi deyshadi. Biznes turiga qarab, kattaligiga qarab, lekin haqiqatda qimmat. Lekin o'sha 1 millionga beradigan narsasini Odo qanaqadir 3-4 mingga ham beradi, litsenziya pulidan hisoblansa. 3-4 mingga, xodimlar soniga qarab turib, 3-4 mingga ham beradi. Tushunishim bo'yicha SAPni deylik 300 ming, 400 ming, 1 million bu litsenziyaga, bundan tashqari implementatsiyasi o'zi ham implementatsiya jihatdan qarasak, SAP ham Odo ham arzon emas. Ya'ni biz ham arzon ishlamaymiz demoqchiman. Chunki ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun implementatsiya okey. Ertaga shunaqa narsa bor. Litsenziyani o'ziga ko'proq to'layotganingiz alam qiladi. Nimaga o'sha ishlab turgan programmaga keyingi yil yana shuncha pul to'lash sal og'ir botadi-da. Ododa yildan yilga arzonlashishi mumkin. Ya'ni skidga berishingiz mumkin. Arzonlashishi mumkin. Skidga ham ko'rdim-da, ya'ni agar uzoq muddatli klient bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqadir skidkalari bor ekan, boshqa narsalar bor. Shunaqa. Endi SAPga yana qaytadigan bo'lsak, HANA litsenziyasi zo'r, aytganingizdek, uni ham modullari ko'p, tayyor resheniyalari ko'p, haqiqatda. Lekin bizda ko'pchilik biznes vanni oladi, SAP kaypini olaman deydi. HANAning kaypini olish qiyin menimcha. Yana bilmadim. Men SAP bo'yicha juda ekspert emasman, meni fikrim. Endi ular oladigan narsasi Business One litsenziyani olganda, ular 4 ta modulni oladi. Zakupka, продажа, sklad и buxgalteriya, finansiy menimcha. Mana shu 4 ta modulni Ododa anaqa pastimda qo'yib qo'yganda SAP egallaydi deb. Business One litsenziyasini egallaydi. Haqiqatda. 4 ta modulga. HANAni olaman desangiz, har bitta moduli, har bitta roliga qo'shimcha to'lovlaringiz bor. Odo nima qildi? Hamma modulimni oldi otdi. Nechta odam ishlatsa, faqat shu odamga to'lab bo'ldi dedi. Har bitta odam soniga. Necha puldan to'laydi? Birinchi yilga $10 yiliga, keyingi yilda $13. U ham shu yil ko'tarildi, adashmasam. Yo'q, O'zbekistonga ko'tarilmadi. Amerika uchun ko'tarilyapti, hali keyingi yildan adashmasam. Men mashinada ketayotganingizdami, qayerdadir ketayotganda yo'l ko'tarmasin, etinglar deb aytganingizni eshitdim. Shunchalik ta'sir qila oladigan odamsiz? Yo'q, bizda bo'ldi shunaqa diskussiya. Anaqaga ketayotdik, hozir aytaman. Farg'onaga ketayotdik. Yo'q, men kastep qilib aylanib yurdim-ku sizlar bilan birga, klientlaringiz strechasiga. Bir kunda 4 tani 5 ta kelganimizda. To'g'ri, Erik telefon qildi o'sha kuni. Amerika uchun qimmatladi dedi. Men qattandir eshitib qoldim-da, keyin Erik bilan gaplashdik. Amerika uchun qimmatladi. O'zbekistonga qimmatlamaydi desam, ko'rib chiqilyapti dedi. Yo'q, ko'rib chiqilishi kerak emas, hali bozorga kirmagan, o'zini ko'rsatmagan produkt qanaqa qilib qimmatlayapsizlar dedim-da. Keyin anaqa uchun ko'tarilibdi, Ozarbayjon uchun ko'tarilibdi faqatgina. Butun SNGdan faqat Ozarbayjonga ko'tarilibdi. Gruziyamidi yoki Ozarbayjon yoki Gruziya edi. Qolganligi ko'tarilmadi. Bizda o'sha menejerimiz juda aktiv. O'sha menejerimiz O'rta Osiyo va O'rta Osiyo davlatlari menejeri Erik juda aktiv, bizani rosa himoya qiladi. Masalan, mana bu eventlar bo'lganda ham ko'p pulli O'zbekistonga ko'p pul tikishiga biz ham harakat qilyapmiz-da. Endi aytasiz-ku, влияниеңiz bormi deb. Endi biz ko'p sotib o'qiganimizdan keyin biz ham Odoga условия qo'yishga harakat qilyapmiz. Nimaga?
Biz hamma pulni olib Oduga yuboradigan joy emasmiz-ku. Odudan ham pul tortishimiz kerak deb o'ylayman men. Odu ham O'zbekiston bozoriga investitsiya kiritishda kerak bo'lsa. Chunki mana bu tadbir ham investitsiya asosida bo'ldi. Shunaqa. Odu tomonidan investitsiyalash. Shunaqa. No, bu hammaga emas deb o'ylayman. Haqiqatda endi harakat qilyapmiz. Biz menda shunaqa mindset bor. Biza endi ko'pchilik o'ylaydi O'zbekistonga amon chet ellik programmasini olib keldi, o'zi yozsa bo'lardi, shu pul sotda qolsa bo'lardi. Endi velosipedni qayta ixtiro qilishdan men cheklanaman. Lekin O'zbekistonga Odu kelib, litsenziyani pullarini berganimiz bilan birgalikda Oduning pulini ham O'zbekistonga olib kirishga harakat qilamiz biz. Shu. Endi sapga keladigan bo'lsak, agar Business One'ni olgan bo'lsa, Business One'dan ancha ustunliklari bor Oduning. Hozir shuning uchun ham biz Business One qo'ygan joylardan Oduni zamina qila olamiz. Men sap zamina qildinglar ham. Ikkita joyda sap zamina qildik. Strechasda men ham bordim, adashmasam. Sap ishlataman degan. Ha. Bildingiz o'zingiz. Ha, shunaqa joylari ham bor. Endi bu sap aybi emas. Menimcha sap o'zi yaxshi narsa. Anaqa chegara, ya'ni o'sha yerda limit qo'ygan, sani puling yetsa, men qimmatini sotib olgan, agar puling yetmasa, arzonini sotib olgan. Bu sap yomonlash emas, prosta u tomondan qo'yilgan, uni qonun qoidasi. Shunaqa. Hamma bozorda hammaning o'zini odami bor-da. Ha, o'zi qarang, mana bunaqada ERP, men tushunishim bo'yicha ERP joriy qilish oson va arzon ish emas. Endi SAP o'zini qonun qoidasi bo'yicha, misol uchun qanaqadir narxlar belgilagan, Odo ham o'zini qonun qoidasi bo'yicha narxlar belgilagan. Shu bo'yicha biz fikr bildirdik, lekin joriy qilish bo'yicha hali fikr bildirganimiz yo'q. Keling, mana shu yerda bitta moment aytsam. Bitta moment. Odo ham ideal emas. Odo ham ideal emas yoki Odoni qo'yish ham ideal emas har doim. Mana o'zimda bo'lgan, mana hozirda 20 ta klient menda turgan bo'lsa, yana ikkitasi chiqib ketgan Ododan. Joriy qilib bo'lganimizdan keyin bittasi joriy qilish davomida yo'q qiynagani borgan yoki yo'q menga biznesimga to'g'ri kelmaydi. Bunday ham bo'lishi mumkin. O'ylamaylik, Odo ideal yoki qaysidir programma, hech qaysi programma ideal emas. Bu baribir qo'yish davomida klientga ham yoki bizga ham bog'liq. Biz ham xato qilgan joylarimiz bo'lgan. Shunaqa kelishuvni bekor qilib, bo'ldi, qilmaymiz ekan deb turib, atmay qilgan joylarimiz bizda ham bo'lgan. Bunaqa bo'lishi mumkin. Lekin bu daraja bizda kam, ya'ni Odo loyihasi, programmasi bilan kamroq. Ha? Masalan, SAP'dagilar aytadi-yu, bizda 70% mi, 30% mi deyishganda adashmasam. Podkastlarda eshitgan. Ha, eshitgandim qayerdadir, bizda u yuqoriroq darajada. Ya'ni qolish darajasi yuqoriroq. Nimaga? Bizda bitta klient bo'ldi, rosa harakat qilganman-da, Odoning interfeysi yoqmagan ularga. Undan avval ishlatgan programmalariga interfeysi juda ham qulay bo'lgan ularga. Olib interfeysni boshqa o'zgartirib tashlaganman. Ushlab qolish uchun. Buning imkoni bor-da. Aytaylik, boshqa programmada buning imkoni bo'lmasligi mumkin edi. Asosiy muammo shunda user friendly bo'lgandami? Interfeys jihatdan. Ha, user friendly. Chunki men o'zim ham kirdim, agentsiyamiz uchun bir ikkita modullarni kirib, nastroyka qilib boshqa. Bittada tushunib ketdingiz siz? Mishkada. Shunda prosta kirdim, login qildim. Login qilishim qanaqa user tam pochtangizni yozasiz, anaqa kirgizasiz, shu. Zo'r ekan. O'zim ham ishlatib maza qildim-da. Haqiqatda qulay. Ya'ni marketingga qilayotgan har bitta produktimizni o'zimiz kirib o'rganib chiqamiz-da. O'zim ham kirib o'rgandim. Litsenziyasini to'laganim yo'q, lekin anaqa agensiya uchun kerakli modullarni yozib qo'yganman, tam gruppa chatlar ochib qo'yganman yoki bo'lmasam boshqa narsalar qilib qo'yganman. Har bitta task o'sha etaplarni shakllantirib qo'ydim, boshqa qildim. Shunaqa. Bilasizmi? Menda boshqacha fikr bor. Men imенно biza qo'yadigan programma bozorda A yoki B programmalar bilan raqobatchi deb bilmayman. Hamma programmani bozordagi hamma programmani o'zining mijozi bor va bir-biriga deyarli raqobatchi emas ekan. Men shunday deb o'ylayman. Aynan SAP haqida gaplashdik. Bito, Bills, Smartas, Sales Doctor hech bir-biriga o'xshamas. Bir-birini takrorlamaydigan zo'r narsa. Shakllantirishda juda katta foyda beradi-yu, aslida ko'p bo'lishi. Albatta. Bizda naborot hozirgi paytga kelib boshqa qarash bor. Mana ko'p bizneslarga borsak, menga deydi, nima programma bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu yoqqa deydi server qo'yaman, mashinga qo'yib berlaring, ofisimda tursin programma. Nimaga? Mani danning-ku, mani ko'zimning yonida bo'lsin. Kechirib qo'yasiz. Oxirgi mana 15 millionta danni chiqib ketdi degan yangilikni ko'rdingiz-ku? Nima deb o'ylaysiz? Birortasi kelib Telekomga podvaldan kirib ko'rdimi? Yo'q, unday bo'lmaydi. Hammasi virtualni
raqamli dunyo-ku hozir. Nima deydi? Pul havodan o'tadi degan gap bormidi? Masofadan tashlashdi. Masofadan qilinadi u narsa. Ofisga qo'yasizmi, data centergami, oblakagami? Navorot oblakaga qo'yish, masalan, hamma hozir programmalar aytayapti, oblakaga qo'yaylik. Xavfsizroq. Xavfsizligi ta'minlangan. Siz ofisingizga qo'ygandan keyin birinchi masala xavfsizligi ta'minlanmaydi. Nimaga? Siz yoningizdagi bir jiyaningizni qo'yib DevOpslik qildirasiz. Yoki siz bilgan DevOps baribir u DevOps zo'r bo'lgani bilan ham sizni kelib ishlamaydi. Yo'q, kelib ishlagan taqdirda ham pulini ham berdingiz. Mayli. Boshqa narsa bor. U yerda turgan jelezingiz kamchiligi bo'lishi mumkin. Vaqtida upgrade qilmasligi mumkin yoki operatsion sistemani kamchiligi bo'lishi mumkin. Inson faktori bo'lishi mumkin. Kimdir yaqinlashib, nimadir tashib ketib qolishi yoki bo'lmasa tiqib ketib qolishi. Unday bo'lmagan taqdirda ham programmistga ham, odamga ham aloqasi yo'q narsalar bor. Svet ketib qolishi yoki bo'lmasa balki katta nagruzkada svet kelib kuyib ketib qolishi, yonib ketib qolishi. Unaqa narsalar, oblakalar bunga jiddiy qaraydi. Har soat monitoring qiladi, minutma-minut, sekund monitoring qilib, yangi обновленияларni qo'yadi, yangi zashtalarni yoqadi, firewalllari bor. Ko'p layerlik, ko'p qavatlik zashtalari bor. Endi hozir hamma programmalarimiz bizga aytyapmiz bozorda buni qo'yinglar, oblakaga o'tinglar deb. Qaysi programma bo'lishidan qat'iy nazar. Ofisga qo'ygandan ko'ra ancha arzon ham, xavfsiz ham. Nega arzon? Har oy men 100-200 dollardan to'layman menda oblakaga desangiz, uzr. 5000 ga server olib qo'yasizmi? 5000 ingiz muzlab yotadi. Bir yil ishlatganingizdan keyin qo'ygan programmangiz sizga yoqmadi yoki undan keyingi darajaga o'tmoqchisiz, kuchliroq dasturga o'tmoqchi bo'lsangiz, yana yangilaysiz, yo jelezani yangilaysiz, yana bir 5000 pul tikasiz. Har oy DevOps'ingizga, xavfsizlik xodimingizga yana bir 500 dollar, 800 ming dollar pul tikasiz. Undan ko'ra 200 bersiz, hammasi all inclusive deydimi? Oblakada bor. Shuni olib qo'yinglar, bo'ldi. Xavfsizlik ta'minlanadi. Yaxshi bo'ladi. Bizda ko'pchiligiga shu narsani aytib o'rgatishga yoki o'qitirishga harakat qilyapmiz. Shuni как раз podkastingizdan foydalanib aytib qo'ymoqchi edim. Zo'r. Yana bitta narsa shu joyda qarang. O'zimda tursin xavfsizlik jihatidan cloudlarda yoki bo'lmasam o'sha serverlarda foydalanayotgan serverlarimizda, programmalarimiz serverlarida turgan xavfsiz davomimizda. Nuda qo'shiladi. Xavfsiz, ya'ni o'tda juda jiddiy qarashadi, chunki reputatsiya yotibdi, o'shancha ma'lumot, boshqa narsalar yotibdi. Ma'lumotlar daxlsizligi jihatidan ham bu narsa, ya'ni o'tda shartnomasi bor shekilli. Ma'lumoting o'chib ketsa tiklab beraman yoki bo'lmasam xavfsizligini ta'minlab beraman. Shunga o'xshaydigan sizga anaqa beradi. O'zi agreementda yozib qo'ygan. Ko'pchilik aytadi, что ma'lumotingizni haqiqatda himoya qilib beraman deydi. Lekin endi men o'zim aytishnik bo'lsam ham shu narsaga skeptik qarayman. Ya'ni qanday? Siz mana xavfsizlik uchun iPhone ishlatyapsiz, siz o'ylaysiz iPhone'da xavfsizligim ta'minlangan deb. Men bunga teskari qarayman. Nima ishlatishingizdan, qaysi programma, qaysi cloud, qaysi nima deydi? Davlatda bo'lishidan qat'iy nazar hamma ma'lumotni kerakli odamlar baribir ko'rib turibdi. Baribir o'g'irlayman deganlar baribir o'g'irlayapti deb o'ylayman, to'g'risi. Uzr, xavfsizlik borasida nima deydi? Fikrlarni men qarshi gapirgan bo'lsam, lekin meni fikrim shunaqa. По-любому baribir hamma daningizni hamma ko'rib turgandek bu dunyoda. Xo'p, zo'r. Haqida gaplashdik. Menda yana bitta savol bor-da. Boya Odon O'zbekistonga o'sha investitsiyasi haqida gaplashdik. O'zi O'zbekistonda IT ga nisbatan qanaqa yangiliklar bor? Ya'ni qanaqa investitsiya yoki bo'lmasam qonunlar, qarorlar qabul qilinmoqda shu haqida ikki og'iz aytib o'tsangiz. Oxirgi paytlarda menda eng esimda qolgan yangiliklardan biri IT parkni nimasi o'zgargani, shartlari o'zgargani. Mana endi bu yildan IT park zo'r strategiyada ketyapti. Kim uni ideologiyasini qo'yotgan bo'lsa ham juda ham chiroyli qo'yishyapti. Bu yildan tortib hamma IT kompaniyalar agar apreldan 10%, yana keyinroqdan 20-30% gacha eksportda dolyasini oshirmasa, IT park rezidentlikdan chopamiz deyishadi. Bu zo'r, ba'zilarga og'ir, ba'zilarga qiyin. Qaytaga zo'r. Bu navorot to'g'ri selyabrazni qo'yilgan shart deb o'ylayman. Shu joyda men qo'shimcha qilib, biz LinkedIn Ads taklif qilamiz ularga. LinkedIn Ads da uje boshladik.
Ya'ni LinkedIn xizmatlaringizni Da, chetga eksport usluga qilish uchun ochib berasiz. IT xizmatlarni LinkedInda target reklamasi orqali ko'rsatib lead generatsiya qilib beramiz, lekin ochig'ini aytish kerak, LinkedIn Ads minimal hisobda $3000 $7000 minimal price range o'sha reklamaga budjet ajratishga tayyor bo'lgan kompaniyalar uchun. Va bu uzoq muddatda bo'ladi. Ya'ni har oy 3000-7000 atrofida budjet ajratadigan bo'lsangiz, keyinchalik keladi. Kelganda ham shu bittada To'g'ri. katta chetga keladi. Haqiqatan. Chunki bugunning o'zida men o'zim start berishni boshladim. O'zi bundan oldin yoqqanmiz. O'zbekiston bozorida LinkedIn bo'yicha reklamalarni, targetlarni effektivligi zo'r bo'lgan. Orada to'xtatib qo'ydik. Chunki startaplarga yoqardi, subscription uchun, boshqa uchun. Xizmat uchun yoqmagan edi, endi boshlayapmiz yana. Zo'r, bu narsani qilish kerak. Bu narsani va o'sha IT parkka ham 1300 dan ortiq IT kompaniyani shakllantirib olishdi. IT parkda o'zi chiqish uchun yana qanaqa imkoniyatlar berilyapti, shu chet el bozorlariga kirish uchun. Misol uchun hozir shart qo'yib qo'yibdi-yu, 10% dan necha foizgacha dedingiz. Agar anaqa bo'lmasa, eksport qilmasa, IT park rezidentligidan chiqadi. Bu degani odatiy soliq tizimiga qaytadi. IT park rezidenti bo'lsa, soliqlarda anchagina yengilliklar bor. Yo'q, imенно eksportga chiqishingiz uchun ham endi baholi qudrat ular ham yordam beryapti. Aprosniklar yuboradi, taqdimotlarga boringlar deydi. Vizitklarga bor deydi. Misol uchun anaqani ham tashkillashtirishadi shekilli. Silicon Valley Residence. Silk Roadga, Silk Road bilan o'sha Silicon Valleyga borish bo'yicha ham takliflar bor. U yerda to'g'ri o'zingiz ozgina pul tikishingiz kerak, no toqqa chiqmasang dollarni qayda. Qachon borasiz? Siz qachon borasiz? Manmi? Endi bo'lib qolsa kerak, xudo bersa bu yil, bo'lmasa keyingi yil xudo xolisa. Ha, bor. Даже boshqacha men даже produkt ham qilsam deb o'ylayapman oxirgi paytlarda. Bir ikkita yaxshi ideyalar kelyapti. Nimaga bizneslar ichida yurilgandan keyin u yoqda muammolarni ko'rib. Ha, xuddi shunaqa. Muammolarni ko'rib, nimadir решенияларni umumiy produkt qilib qo'ysam bo'lar ekan deb produkt yoki startapga ham hozir bir ikkita ideyalar aylanib yurtmaydi. Xudo xolisa bir o'xshasa bir realizatsiya qilsak, может u bilan bo'lmasa outsource bilan chiqish niyatlari ham bor, xudo xolisa. Bozorga kirsa bo'ladi deb o'ylayman. Biz endi yaqindan boshladik mana Yevropa bozoriga, Amerika bozoriga bir ikkita zaявкаlar, email, cold email applicationlar yuborishlarni boshladik. Endi bu ham effektini bersa kerak, xudo xolisa. Unday bo'lgan taqdirda ham produkt ham bo'ladi. O'zbekistonga nisbatan cold call bilan email, ayniqsa email marketing. Xudo xolisa uni harakatini boshladik. Agar kimda kim shu momentdan foydalanib, o'zini bilib yoki tillarni yaxshi bilsa-yu, chetga ishlayman degan bo'lsa, jamoamizga qo'shilishi mumkin. Biz bu narsani harakatini boshladik. Как раз именно chekka outsource xizmatini именно ERP Odoo yo'nalishlarida boshladik. O'sha o'tgan yilgi anaqa отчётimizda bor, $10,000 dan ko'proq anaqamiz ham bor, o'sha eksport xizmatimiz ham bo'lgan o'sha. O'zbekistonda startap tendensiyasi qanaqa ketyapti? O'zi ko'p kuzatmayman, chunki anaqa sal hype balandda, hali nima deydi, hype bor, keyin anaqa nima deydi, o'zi bor-da. Hype'da ko'ringani uchun ko'p ham kuzatmaslikka harakat qilaman. Tipa men o'ylashim bo'yicha stakanga suv qo'ysangiz, bundoq ko'piradi lekin hozir o'sha ko'pirgan joyimi? Endi tushayotgan joyi bo'lsa kerak hozir. O'zi tushyapti. Sal tushyapti menimcha, chunki bilasizmi, startaplarda ko'pincha muammo bor. Mana ko'pchilik aytadi-yu bu narsani. Chetlarda startap qiladiganlar yosh kattalar, bizda yoshlar bo'ladi. Men o'yladim, men startap qilsam bo'larmikan? Men yoshim katta-ku, hamma yosh bolalar-ku, yo'q deb xijolat bo'lardim, lekin yosh paytingizda muammoni boshqacha ko'rar ekansiz. Bizneslarga kirib, yoshingiz sal olganingizdan keyin muammolarga boshqa chiqarar ekansiz. Men o'ylaymanki, aytishnikcha qarash yoki yoshlarcha qarashdan ko'ra sal muammoni jiddiyroq qarash bilan jiddiyroq startaplar qilish imkoniyati bo'ladi bizda. Shuning uchun muammolar ko'p ekan atrofda qarasak, ko'p yechimlar bersa bo'ladi. Nafaqat O'zbekiston uchun, balki global market uchun.
Endi AI borasiga keladigan bo'lsak, AI startaplarning ko'pchiligi anaqada bo'lib ketgan. Ana video развлекательный kontentlar qiladigan, ana Qozog'istondagi havasim ketdi bir tomondan. Bir tomondan keyin hozir sal shubha ham chiqib qoldi-yu yangiliklar. Health figure ortidan. Qara deydi, bu boshqa bananani xizmatini olib berish ustiga qurilganda bu deyapti Health figure. Banana o'zi $123 tursa, bu $110 sotyapti. Qanaqa qilyapti buni degan shubhalar ham paydo bo'ldi. Ishirib ko'rsatishlar ham bormi degan. Endi men bu bo'yicha ekspert emasman. Endi sohaga chuqurroq kirishga harakat qilyapman. Kiraversak, ko'raveramiz. Yaqinda bitta narsa eshitib qoldim. O'qidimmi? Qayerdadir O'zbekiston startap qilish bo'yicha dunyoda 2-o'ringa chiqyapti. Tasavvur qilasizmi? Dunyoda 2-o'rinda. Aynan startaplarni qilish, startaplar ko'payishi, rivojlanishi bo'yicha. Yaxshimi, yomonmi bu? Bu zo'r. Bu zo'r-ku. Ha, bu katta market. Bu katta market. Men ham ko'p investitsiya degani. Ha, men ham boshida negativ fikr dedim startaplarga nisbatan. O'zi startaplarga xizmat ko'rsatamiz-da. Mijozlarimni yomonlab o'tirishimni qarang. Yomonlamayapman. Ular yaxshi, menga pul beradi endi. Yo'q, yomonlamayapman. Prosta men o'zimni videoniyam tushuntiryapman. Ichki kuxniya bari boshqada. Ichki kuxniyadan xabar bor odam mediadagi o'sha holat bilan solishtiradi. Zo'r o'syapmiz, zo'r rivojlanyapmiz. Bozor shakllanyapti va har bitta yo'nalish bozorga kirishdan oldin shunaqa baribir tendensiya bo'ladi degan fikrga keldim. Bilasizmi, bola tarbiyasida bitta narsa bor. Bola tarbiyasida aytadi. Bolangni deydi, xato qilishga qo'yib ber deydi. Siz aytasiz, qo'li kesilchachi, boshini urib olsa-chi. Mayli, xatolar uni keyingi xato qilmasligiga olib keladi, shakllantiradi. Bizani bozorda ham xuddi shunaqa. Startaplar chiqish kerak, pul tikilish kerak, ozgina kuyish kerak, kimdir xato qilish kerak. Undan keyin yaxshi produkt chiqadi baribir. Chunki qancha ko'p xato qilsa, shuncha ko'p muvaffaqiyatli case chiqadi baribir. Umuman xato qilmaylik deb turib, xato qilishga imkon bermasak, hech narsa bo'lmasligi aniq. Bu yerda ham startapda ham mayli millionta startap chiqsin, hech bo'lmasa bittasi o'xshar. Bora-bora yildan yilga 100 mingtadan bitta, keyin 1000 tadan bitta, keyin 100 tadan bittasi ham o'xshaydigan bo'laveradi. Shuning uchun yosh ajratmasdan, boshqa qilmasdan baribir qilaverish kerak deb o'ylayman. Bosish kerak. Ha, bor haqiqatda yoshga nisbatan yoki davlatimizni global marketdan uzilganiga nisbatan balki unchalik sifatli startap chiqmasligi mumkin. Lekin bu albatta o'z vaqti bilan tuzaladi. Experience bo'ladi. Albatta. Mana o'zingiz oling, birinchi proyektlaringizda qanday bo'lardi, lekin sizga shans berishdi, qilib ko'r deyishdi, qilib ko'rib tajriba oldingiz. O'zimiz soha oladigan bo'lsak ham, bilasiz, ismim qanaqa hype bo'lib kirib kelganini, ismim sohasi. Vosh, zo'r bo'ladi. Lamborghinilarda yurib, Dubaylarda yurib video qo'yishardi, lekin o'sha paytda tendensiya o'shanaqa tendensiya boshlanganda biz sohaning ichida edik. Ya'ni trend bo'lishidan ozgina oldinroq kirganmiz-da biz. Dubayda yurib, Lamboda yurib, kurs sotib, nechta odamlarni boshqa qilib, lekin o'sha tendensiya juda ko'p mutaxassis shakllantirdi bozordagi, juda ko'p umuman bozorni shakllantirdi-da. Boshida men startaplarga negativ qarab o'tirdim. Ne bunaqa hype qilishyapti, ne unaqa qilishyapti. Keyin o'tirdim-da o'yladim. To'xta, shakllanyapti-yu bozor. Har bitta bozor shakllanishi o'zi shunaqa bo'ladi-yu. Qaytanga yaxshi-yu, bitta sohaga kiryapti. Bilasizmi, men sizga yana bitta tendensiya aytaman. Mana hamma fuqarolar, odamlar aytayapti yoki tadbirkorlar aytayapti, jahon savdo tashkilotiga kirar ekanmiz, zo'r bo'lar ekan deyapti. Zo'r bo'ladi, qaysidir tomonlama qiyinchilik bo'ladi. Nimaga? Konkurensiya kuchayadi. Konkurensiya kuchaydi degani, siz hozir shu yerda o'tirib, u Amerikadagi yoki Yevropadagi shunaqa biznes qiladigan odam bilan raqobat qilasiz endi bu yog'iga. Misol uchun ochilsa eshiklar. Bu nima degani? Bu boshida qiyin bo'ladi. Qaysidir O'zbekistondagi bizneslar, yo'nalishlar, qaysidir talantlar yopilib ketishi mumkin. Lekin vaqt o'tib biz konkurensiya qilishni o'rganamiz. Immunitetimiz shakllanadi va biz o'sha o'ringa chiqib olamiz. Bilaman, bizani tadbirkorlarimiz, xalqimiz mehnatkash va bunga tez orada chiqib oladi. Lekin boshlanishiga hozir hech kim o'ylamayapti. Erta birdan ochilib qolsa, konkurensiya bo'ladi deb bugun tayyorgarligini ko'pchilik hali qilayotgani yo'q. Lekin o'ziga ishongan, bilimi bor, yana o'saman deb turib
dunyoga ko'zini ochib qaraydigan tadbirkorlar уже kechadan, bugundan ham emas, kechadan уже boshlagan tadbirkorliklar. Raqamlashtiradi, tizimlashtiradi, har bir tiyinini joy-joyiga qo'yib qo'yadi. Shunaqa tendensiya kelyapti. Shuning uchun bu tadbirkorlar uchun ham, programmistlar uchun ham, hamma soha vakillari uchun bu vizov bo'ladi, bu challenge bo'ladi. O'solgan yashaydi bu yog'iga. Raqamlashtirgan o'sadi yoki AI ni olib kirgan o'sadi. Shunaqa. Agar bu yangi trendlarni olib kirmasangiz biznesingizga, o'z usulingizga mana aytasiz, AI bilan qilaman deysiz. Shuni qilmaganlar ertaga yashamasligi mumkin. Eng qizig'i aytaymi? Ha. Menda xodimlar soni 12 taga chiquvdi-da, hozir 6 taga tushirdim. Lekin zakazlar ko'payadi. O'sha ob'yom. Ha. 6 ta odam bilan qol. Ha. Mana shunday yangiliklarni olib kirganlar yutadi. Olib kirmaganlar shunaqa yangiliklarni afsuski cho'kishga mahkum bo'lar ekan. Baribir любой bir biznes ITlashishi shart, must-have bo'lib qolyapti. Meni o'ylashim bo'yicha. Qanaqa qaraysiz? Ya'ni ITlashishi deganda istalgan biznes turi raqamli texnologiyaga o'tishi kerak, optimizatsiya bo'lishi kerak, proseslar inson faktoridan tashqariga chiqishi kerak degan xulosaga kelyapman. Shunaqa boshida aytdim-ku, men kichkina borib qarindoshimizni do'konni analiz qilib berib, raqamlashtirsa 5-2 baravargacha o'sishi mumkinligini analiz qilib ko'rdim. Balki 10 baravargacha o'sar agar to'g'ri qo'llay olsa har bitta funksionalni. Lekin har bitta narsani shu raqamlashtirish tezroq qilib beradi. Tezroq amalga oshirib beradi. Tezroq analiz qiladi, tezroq qaror qabul qilish bu hozirgi paytda juda muhim. Bitta misol uchun dasturchi o'tirib 3 kun yozadigan kodini to'g'ri prompt bilan yarim soat yozib qo'ysa bo'ladi. Haqiqatda bu bor gap. Bu o'zimizda bo'ldi. Yaqinda bitta masala chiqdi. Muammo ham emas, masala hal qilish kerak edi. O'tirdida bizdagi bolalar uzun prompt yozdi. Rosa uzun. Buncha uzun prompt ishlaydimi-kan deb hayron qarashgan o'zlari ham. Bitta tashsa Claudi bilan shunaqa hal qilib qo'ygan, bittada hal qilib berdi. Promptlar uzun yozish kerak-da o'zi. Uzun yozish kerak ekan. Shunaqa qilib hal qilishdi. Masalan, boshida ham aytdik-ku, qaysi biznesga raqamlashtirish kerak emas. Siz o'ylaysiz, men bozorchiman yoki men mashina ustasiman yoki men poyabzal tikuvchiman. Meni hali biznesimga raqamlashtirish vobshe darim kerak emas deysiz-ku. Mayli, balki kerak emasdir, lekin siz o'smoqchi bo'lsangiz, yana ham yaxshiroq yashamoqchi bo'lsangiz, обязательно kerak. Mijozlar bilan ishlashda, sizga mahsulot yetkazuvchilar bilan ishlashda, hamma взаимоотношенияларni raqamlashtirsangiz, istalgan kichik biznes bo'ladimi, juda ham oddiy bizneschi bo'ladimi, hunarmandchilik bo'ladimi, baribir raqamlashtirish hammaga kerak deb o'ylayman. Juda ham ko'p narsa. Men o'zimga ham qabul qildim. Aynan raqamlashtirish temasida o'z shundoq ham klientlarning кейslarini juda ko'pchiligini bilardim, chunki sizlar bilan partnyor sifatida ishlagandan keyin juda ko'p informatsiya bilamiz. Işte upakovka qilib olib chiqishimiz kerak ularni yoki bo'lmasam bo'lib o'tgan keyslarni. Menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Endi shu oxirida tadbirkorligi 3 ta raqamlashtirish bo'yicha qanaqadir tavsiya, maslahat emas, tavsiya berib o'ta olasizmi? Maslahat, chunki hamma maslahat beradi, siz tavsiya bering. Tavsiya bu xolasa oladi, xolasa olmaydi, lekin siz experience'dan kelib chiqib o'sha narsani tavsiya qilyapsiz. Xo'p, tadbirkorligi 3 ta. Aynan biznesni raqamlashtirmoqchi bo'lgan va oboroti, yillik oboroti 10 million, 15 million dollardan yuqori bo'lgan tadbirkorlikligi. Xo'p, tadbirkorlarga agar tavsiya ketadigan bo'lsa, birinchi navbatda men o'zim har doim har bitta sonini qoldirmasdan ko'radigan, hurmat qilgan tadbirkorimiz borlar, Sherzod aka va Barnopa Tursunovlar. O'shalarni ko'rish kerak. Ular aynan 90-yillardami adashmasam Rossiyaga borib, o'zlari programmist bo'lganlar, Sherzod aka ham raqamlashtirishcha fikrlab, tizimli fikrlab, любой biznesni o'stirish mumkinligini isbotlab berganlar. O'zlarining bizneslarini qurib, millionlik imperiya qura olganlar. Va hozirga ham kelib O'zbekistonda O'zbekiston tadbirkorlariga biznescha fikrlash, optimizatsiya qilish bo'yicha fikrlashlarni zo'rini beryaptilar. Men o'zim bir nechta zo'r ideyalarni, aynan ularni mana shu razborlardan olganman. Shularni ko'rish juda qattiq tavsiya bergan bo'lardim. Hozir ham ular qilgan bizneslardagi raqamlashtirish yechimlari ko'plab bizneslarga yordam berib kelyapti.
Bu birinchisi. Ikkinchisi bitta o'ylab olay. Bitta shu yerda qirqamizda. Nima deyish mumkin, o'zi nima deysiz? Tavsiya raqamlashtirmoqchi bo'lgan odam nimada yutadi, o'sha narsani aytish kerak-da ko'proq. Sotadigan bo'ladi. Texnik sotadigan bo'ladi-da bu. Xo'p. Ikkinchisi aynan tadbirkorlarga men endi raqamlashtirish bo'yicha ayta olaman, boshqa jihatlardan ham. Ikkinchisi aynan men raqamlashtirish bo'yicha opitim bo'lganligi uchun shu yo'nalishda gapirishni xohlagan bo'lardim. Bu raqamlashtirish aynan CRM yoki aynan skladni emas, hamma istalgan narsangizni o'stirib berishi mumkin. Bu isbotlangan. Buni mendan sotib olishingiz shart emas. Istalgan programmani, istalgan bot qo'ying xohlasangiz, baribir o'stirib beradi. Lekin agar o'smoqchi bo'lsangiz, siz shu narsaga ochiq qarang. Va uchinchi tavsiyam, agar siz qandaydir biznes bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz ham, bu umuman hech kimda yo'q biznes bo'lsa ham, hech bo'lmasa shunga o'xshashi butun mировой rynokda bor. Siz uni mировой rynokda, xalqaro darajada o'sgan kompaniyalar yoki boshqa davlatlarda xuddi shu sizga o'xshagan biznesingiz qanaqa o'sayotganini o'rganing. Men uverimman, 10 barobar, 100 barobar o'sgan kompaniyalar baribir qandaydir tizim, dasturlar yoki o'zini kreativ ideyasi bilan, biznes podxodi bilan o'sgan. Siz o'zingiz yangichasini o'ylab topishdan ko'ra, boshqalarni yaxshilab o'rgansangiz, ishonaman, sizni 10 barobar o'sadigan yechimlarni topishingiz mumkin. Va bu narsani обязательно shunchaki ideya sifatida emas, olib o'zingizni sinab ko'rsangiz, обязательно O'zbekiston sharoitida ham 10 barobar, 20 barobar o'ssa bo'lar ekan. Mana shu narsalarni men so'rab qolgan bo'lardim. Har doim o'sish imkoniyati bor deb hisoblayman. Shunga harakat qilish kerak. Zo'r. Rahmat. Omon aka, avvalambor mana shunaqa suhbat uchun rahmat sizga. Tim bo'lib yakshanba kuni, dam olish kuni vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Sezdim. Oila tomonidan 2-3 marta telefon bo'ldi. Bunisiga ham rozi bo'lasiz endi. Rahmat sizga ham taklif qilganingiz uchun. Men o'ylardim, Aura Talksda mana Abduqahhor akani chaqirdingiz birinchi sonda. Undan u yog'iga rosa katta IT tadbirkorlar bo'ladi. Hali bizgacha uzoq unga deb o'ylardim. Munosib ko'rganingizga rahmat. Endi 9 oyning ichida gold bo'lgan partnyorimni chaqirmasam uyat bo'ladi-da. O'zbekistonda 3 yildan buyon yurgan kompaniyalar bor-da, gold bo'la olmayapti, silverda qotib qolgan. Marketingimiz kuchli-da, marketing komandamiz kuchli, Safarmurod. Gap yo'q. Rahmat.